Assalomu alaykum kanalidagi ezgi ko'rmanlar. Kechikinglar xayrli olsun. Men Adil Uyg'ur. Uyg'ur tadqiqot instituti nomidan hammanglarga samimiy va qizg'in salom yo'llayman. Ez qoldirayotgan namli programmamizning yangi bölümünü huzurungizga taqdim qilmoqchimiz. Bugungi programmamizdagi qimmatli muhim bo'lsa, hammanglarga tanishiq, hozirni kunimizni tushunish uchun o'tmishdagi aloqador voqealarni sabab natija munosib nuqtasidan analiz qilish orqali kelgusini mo'ljallashda muvofiq yo'sinda mo'ljallashda ishga yaraydigan tarix ilmiga o'zini bag'ishlagan tarixshunos. Shundaqla insonlarning yani tushunchamizni, hissiyot tuyg'ularimizni, qayg'u alamlarimizni, arzu armonlarimizni eng muvofiq go'zal til bilan ifodalab berishga ishga yaraydigan adabiyotga o'zini bag'ishlagan adib va voqealarni vaqtida to'g'ri bir shaklda vaqf bo'lishimiz uchun kuch chiqarayotgan va mushu sohada ishga yaraydigan jurnalist kasbida zo'r natijalarni qo'lga keltirgan jurnalist Nebijan Tursun efendim buldu. Nebijan Tursun efendim hoş geldiniz. Rahmet sizge Adil efendim. Ben bu mimarlarımdan tunca olup soracağım mındak bir sualım var. Aşı sualım başlayacak. Siz hazırlıkça nurgun neticelerini qo'lga keltirdiniz. Meyli özünüzün kesbide olmuşsun, meyli hazır kılatkan hizmetiniz olmuşsun. Hakikaten insanın bir ömürde bunçalık bir necisi oluruş hakikaten ters bir ahval. Şuna sizin bir sual sorsam, dünya ikinci katım kelsiniz. Şimdi hazırkıdek Uyghur tarihi özünüz bag'ishlagan bo'lamdingiz yoki boshqa bir ish bilan shug'ullangan bo'lamdingiz? Bu nayt qiziqarli savol bo'ldi. Bundaq savolni boshqalar hech qachon qo'yib boqmagan, ko'p savollar qo'yilgan bo'lsa-mu. Albatta, endi tarix ilmini men alayda yaxshi ko'rganligim uchun, bo'libmi o'zimizning millatimizningki, Uyg'ur millatining tarixini alayda sevganligim uchun, albatta yanılam tarixchi bo'lgim keladi har qachon. Ben sizinki bu tercümanızı okurken hakikaten hayacanlandım. Mesela bir aileden iki doktorun çıkışı hakikaten ters. Siz tarih belli doktoru oldunuz. Ondan başka sizinki rahmetli yanınız Abdülhamid Tursun akımız mı? Felsefe belli bu doktor oldu. Bir mahalleden hatta bir naidin şunakla bir valayetten iki doktorun çıkışı hakikaten pek ters, kıyın ahval. Ama bir aileden iki doktorun çıkışı hakikaten təxtirləşdirişlik və şundaqla nait əhmiyyət və qiyin bir ahval. Mən şunu qiziqdim. Bu şundaq bir iki doktorun yetişib çıxışıda qandaqlıq bir ata-ananınki töhfəsi var. Şu ata-ananızdınki tarixiga, arx planıga, maarif seviyesiga hakikaten qiziqdim mən. Muş ailəniz haqqında, atanız haqqında bir iki kez gapirib bergan bolsanız. Bo'ldi, rahmat Adil efendim. Albatta özümüz hakkında gap qilishdan burun ata-onamiz hakkında gap qilishimiz kerak. Çünkü biz ata-onamizdan apirada bo'lamiz. Albatta Allohning irodasi bilan. Endi mening ota-onam yani dadam Tursun Barat rahmetli. Anam Nurnisa Abdurrahim. Dadam o'zi Qashqar Payzovatdan. Dadam Qashqar Payzovatdan. Anam Nurnisa Abdurrahim rahmetli. Şu Uçturpan'da tug'ilgan. Hem o anamninki dadı tarafdan azroq so'zlasam, endi anamning dadı tarafdan, yani mening bovam. Tegi asli Qashqardan, Qashqar Bashkaramdan. Mundaq chiqqan chaqda bizning tegimiz, yani jildizimiz ko'p Uyg'urlarning yani Qashqardan bo'lgandek, bizning tegimiz shu Qashqar bir tarafdan Bashkaramga va Qashqar Payzovatga tutishimiz. Qanday bo'lib mening onam bu Uçturpan'da tug'ilib qolgan deganda, bizningki cho'ng dadimiz, yani bo'limiz, onamizning dadisi Abdurrahim Damulla degan kishi shu Bashkaramda tug'ilib cho'ng bo'lib, Qashqardagi shu vaqtdagi xalq madrasadaydi. Qashqarda shu yerda o'qib, Damulla degan nomni olgan. Shu 17-18 yoshlarida taxminan mening hisobatimcha 1912-13 yıllar aralığında Anjan'a ketidi. O vaqtlarda Qashqardan sap Anjan'a ketadigan ishlar var. Şu sodiyachilik qilib ketib, shu yerda tijorat bilan shug'ullanib, shu yerlarni aylanib, shu Anjan, keyin bu Toshkent, undan keyin Moskva, Peterburg va boshqa nurg'un shaharlarda aylanib savdo qilgan bu odam. Oxir cho'ng savdo tijoratchiga aylanib, shu vaqtdagi endi Sovet ittifoqininki shu Issiqko'l bo'yidagi Qarqol degan bir shahar var. Onu Ruslar Przhevalskiy deydi. Şu Qarqol degan shahar kelib, shu yerda o'ltiraqlashib qoldi ekan. Bu Qarqol Przhevalskiy hozirgi Qirg'izistonning Qarqol shahri Przhevalskiy.
albatta u chog'da dastlabki Rossiya, keyin Sovet İttifaqı'nın keyinki davrida, andan 30 yillarda Qirg'iziston ittifoqdosh jumuriyati bo'ldi. Uning oldida gap yo'q. Shu Qarqolda shu yerda andan bizningki mo'mimiz bilan to'y qilib ekan. Mo'mimiz shu yerlik ekan, Uyg'urlardan. Shu anadan keyin onamizning hadisi, ya'ni mening ammam va uningdan boshqa cho'ng tog'alarim hammasi shu yerda tug'ilgan ekan, Qarqolda. Shu vaqtida shu Qarqol Uyg'urlarning eng cho'ng O'rta Osiyodagi markazlarining biri shu vaqtida. Hatta shu keyingi 44-49 Sharq Turkiston inqilobining rahbarlaridan biri Abdukarim Abbosovninki dadasi Hashim Oqsoqol shularning jamiyati shu Qarqolda tug'ilgan. Bu yerdagi aholining mutlaq ko'p qismi Uyg'urlar, azroq o'zbeklar va shahar sirtida Qirg'izlar, ondan Tatarlar, Ruslar. Bu Uyg'urlar ko'pinchasi Qashqarlik Uyg'urlar edi. Shu yerda turib, keyin bu 30-yillardan cho'ng boyib olgandan keyin boy quloqlarga zarba berish boshlangan chog'da bizning bovimiz, ya'ni boshqa tog'alarimiz bu jamiyatlarini ilib kechida bütün öy makallarını çoğun joylari var shu vaqtning o'zida Qarqolda. Shuning hammini tashlab, G'o'ljaga qochib kelib, yerini G'o'ljada qilib, qag'ini Uchturpanga kelib o'ltiraqlashib qolibdi ekan. Keyin shu Uchturpandan keyin vaziyat o'ngshalsa, Uchturpan orqali chegaradan mandali o'ssa Qarqolga berib yana makallashimiz, o'zimizning uyimizga degan. Chunki Uchturpan bilan bu Qarqolning orlig'i hozirgi taxminan 100 kilometr oraliqda keladi. Shunchalik yaqin bir ikki shahar. Yani bu işki ötüşme bir şehirde ıssiq yo'l bo'yidagi. Shu keyin bizning onamiz shu Uchturpanga qaytib kelgandan keyin shu yerda tug'ilib ekan bunda. Bizning jamiyatimiz endi tek-tekni olganda. Dadamiz 56-yili Qashqar Darul Muallimini bitirib, Payzavotda tug'ilib cho'ng bo'lgan. O nimaga kelib, Uchturpanga taqsim qilib, shu yerda birinchi o'rtani, tunji qatam o'rta maktabni qurib, keyin andın Şinjan institut deydi u yerda o'qib qaytib kelib shu Uchturpanda o'qituvchilik ma'rif kasbi bilan shug'ullangan, tarix tadqiqot yo'q. Mundaq chog'da men shu onammi andan Qashqar 58-57dan tortib toki 59gacha Qashqar Darul Muallimida keyin oliy texnikum bo'ldi. Shu yerda o'qib bitirib Uchturpanga qaytib kelgandan keyin dadam bilan to'y qilib ekan. Men shu 64-yilda shu Uchturpanda dunyoga kelgan shularnikida. Onam dadam endi ular butunlay shu ma'rifat bilan shug'ullangan o'qituvchi, ishkilisi shu sohaning odamlari. Keyin ikki singlim, inim ular tug'ildi. Hammamiz shu oilada shunday o'sib bitilgan Uchturpan shu muhitida. Bunda chiqqan chog'da bizning dadamizning jamiyati asli Payzavotda bovisi, dadamizning cho'ng bovisi shu vaqtdagi Saidiya xonadonligininki shu o'rda mirzillari, kotiblari shuning tutishidi ekan. Dadamning bir shajarasi bor, aniqlab chiqqan. Shu shajarasida aytib berishcha. Bunda chiqqan chog'da tarix qiziqish, yana bir yoqlaganda har bir inson oldinlar o'zining oilasining, ota-onasining, bovisining tarixini bilish kerak deb o'ylayman. Har qanday bir inson, har qanday bir odamning, har qanday bir Uyg'urning burchi oldi bilan o'zining oil tarixini bilish kerak. Men ham o'zimning oilamning tarixini bir qadar, yaqingi tarixini xil obdan o'rgangan. Demak, men shunda bir oilada cho'ng bo'lgandim. Ya tarixni gidib chiqqanim shunday bir savol so'g'im keldi. Biz tarix degan vaqtda tarix qanday nimaga esqatadi, qanday foiz deb davomli shunday savolni anglab kelamiz. Men sizdan ta'tir savol so'rasam, biz tarixni o'rganmasak yoki oilamizningki bizningki nasabimizning tarixini o'rganmasak yoki millatimizning tarixini o'rganmasak qanday qilib ziyonlarni tortamiz? Bu nayte chiroyli bir savol bo'ldi, albatta bir go'zal bir savol. Sizlar Turkiyada go'zal degan so'zni ko'p ishlatisizlar. Men shuni ishlatay. Haqiqatan tarix o'rgansa mundaq foyda bo'ldi, undaq foyda bo'ldi deganni ko'p odamlar deydi uning foydali tarafini. O'rganmasa qanday ziyni bo'ladi degan ma'nomi o'ylanish kerak. Haqiqatan Uyg'ur millati keyingi vaqtlarda tarixsiz qoldirildi. Uyg'ur millati keyingi vaqtlarda o'zining tarixini bilmaydigan bir holga qoldirildi. Zaten bizning tariximiz uzun vaqtlarda bo'libmi keyingi shu bizningki 16-asrdan keyingi tarixiy davrlarimizda 17-asrdan keyin bo'libmi shu Xo'jalar davridan keyin garchi nurg'unlagan tazkira asarlari yozilgan bo'lsa-mu, yanalam umumiylik holda xalqimizda o'z tarixini bilish,
bir qadar tarix xotiralarni qoldirish ancha taraqqiy qilmay qolgan. Bo'lmasa bizning nurg'unlagan xandonliqlarimiz bo'ldi, sulolalarimiz bo'ldi. Keyingi vaqtlardagi mayli qisqa bo'lsin hokimiyatlar bo'ldi. Masalan 19 asrda Manju imperiyasini ag'dirib tashlab Qashqa, bu Kucha, Ilida o'zimizning xonliqlarimiz qurildi. Ayrim mustaqil hokimiyatlar qisqa 2 yil, 3 yil, 4 yil, hatto Yaqub Begning rahbarligida bu 65ni hisoblaganda 77-yilgacha 1877gacha 12 yil, 13 yil hisobda mavjud bo'ldi. Shular hech qaysi yana bir yaqnaganda mukammal bir sistemlik o'rta tarixlarini yozib qoldirmaganda bizning. Bu albatta bizning emas, shu O'rta Osiyodagi xalqlarning ko'pinchisida, Turkiy xalqlarda shu odat bo'lib qolgan ekan. Ko'p tazkirlar bor keyingilar tarafidan. Bizning mana keyingi vaqtlarda bu xalqimiz bu tarixlarga bir nasabnoma yozish, bu narsalarni ancha bakiliq taraqqiy qilmay qolgan ekan. Albatta nurg'un nasabnomalar, nurg'un shunday narsalar yozilgan bo'lishi mumkin. Qo'l yozma tazkirlar yozilgan bo'lishi mumkin. Bu ham keyingi vaqtlarda asosligi yo'qolib ketdi, yo'q qilindi. Ammo bizning tariximiz shu 19-asrning oxiri, 20-asrning beshiga kelgan chog'da bizning Molla Musa Sayramiydek bir arbob chiqib, bir qadar mukammal bo'lgan bir tarix asarini yozib chiqdi. Shu vaqtning o'zida Uyg'urlar ichida boshqalar bo'lsa-mu, shu odamni hisob qilmagan chog'da bizda ko'p yozilgan asarlar, sistemlik tarixiy asarlar, tazkir asarlar ko'p emas. Bor qo'lyozmalar xili ko'p bor, lekin mukammal darajada bak ko'p bo'lmagan endi. Uning ta'siri bilan shu 20-30-yillar toki 50-60-yillargacha 20-asrning xalqimiz yana o'zining tarixini, o'tmish tarixini biladigan ahvollar kamroq bo'ldi. Mana mushu ahvollarni nazarga olib bizdan Muhammad Emin Bug'ra tunji qatim Sharq Turkiston tarixida bir qadar mukammal bo'lgan mushu Uyg'ur millatining, Uyg'urlar vatanining qadimdan tortib o'zining yashagan davrigacha bo'lgan bir qadar sistemlik tarixiy kartinasini shu odam sizib yo'ritib berdi. Shundan keyin bizda odamlarda tarixga qiziqish, tarixni bilishga intilish, o'zining kimligini bilishga intilish mushu 30-yillardan bo'libmi 40-yillardan keyin kuchayishga boshladi. Masalan 1944-49 G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti tarixda eng e'tibor bergan. Tarixda Ahmadjon Qosimi Elxon To'ri nutqlarida boshdan oyoq tarix so'zlaydi ular. Tarixiy misollarni, millatimizning shavkatli tarixlarini. Ammo keyingi davrlarga kelgan chog'da 60, 70, 80-yillarga kelgan chog'da yanalam yangi avlodlar yana tarixsiz qoldirildi. Ya'ni bu Xitoy kommunist hokimiyat davriga kelgandan keyin nurg'unlagan asarlar, qo'lyozma, burungi tarixiy tazkirlar yig'ilindi, bor nasllarimiz xalq uni o'qiyamaydigan ahvolga keldi. Ikkinchisi bir qism oz bo'lsa yozilgan, chiqqan jurnallarda, gazetlar chiqqan tarixiy maqolalar hammasi kona asarlar yig'ilindi. Masalan, Sharq Turkiston Cumhuriyetininki Kurash jurnalida, Azad Sharq Turkiston gazeti, Inqilobiy Sharq Turkiston gazeti, shularda ko'plagan tarixiy maqolalar besilgan. Hatto Sovet ittifoqining maxsus Sharq Turkiston uchun chiqargan Sharq haqiqat jurnalidami nurg'unlagan Uyg'ur tarixiga oid maqolalar besilgan. Masalan, Kurash jurnalining 46-47-yillik sonlarida Uyg'urlarning qadimdan shu 19-asrgacha bo'lgan tarixiy sistemalik bir maqolalar shaklida e'lon qilingan. Qadimgi Sharq Turkiston tarix maqolalari e'lon qilingan. Shuna o'xshash Urumchidimi bu Yusuf Qasajov kutubxonasi deganlar qurilib, bu 3 apandimning rahbarligida Turkiyadan nurg'un tarix kitoblar yig'ib kelinib, bir qadar odamlar orasida shu o'z tarixi, turk tarixini bilishga bir ko'p targ'ibotlar bo'lgan. Muhammad Emin Bug'raning boshlamchiligida bo'lgan, lekin bu 50, 60, 70-yillarga kelgan chog'da bu narsalar asosiy jihatdan bo'libmi 60dan keyin qaytadan yo'q qilinib, xalqimiz yana bir qatim tarix savodsizligiga duch keldi. 80-yillardan keyin qaytadan endi bizning bir qism koni peshqadam ziyonlarimiz qaytadan qalamni qo'lga olib tarixga kirishdi, tadqiqotlarga. Shuning bilan ko'plagan tarixiy maqolalar, Mahmud Qashqarning Turk tillar divoni va boshqa asarlar chiqdi. Hoji Yaqub, shu vaqtdagi Ibrohim Muti, bu va undan boshqa Ahmad Ziyoyi va undan boshqa ko'plagan Abdushukur Muhammad Emin deymiz, Rahmatulloh Jari, Emin Tursun, Abdurahim O'tkir va boshqa bizning ziyolilarimiz, shu vaqtdagi olimlarimiz
ismlarini bir-birlep sanasam nayt köp turgun almaz albatta eng sistemlik izlengen. Şula qadim Uyghur tili tadqiqot sohasida yana bir qism tadqiqotchilarimiz masalan Abduqayim Xo'ja, shu vaqtdagi Isropil Yusuf va boshqa ham Qurbonvali akamiz shu vaqtlarda ko'plagan asarlarni orqaqidan maydonga chiqardi. Shuning xalqimiz ko'p tarixlarni bilishga boshladi. 80 yillar, 90 yillar. Endi bu halqa ijobiy taraflarimiz. Endi tarixni bilmasak qanday bo'ldi? Agar shu biz tarixni hammamiz mukammal o'z tariximizni bilmagan bo'lsak, butunlay bir ongsiz odamga aylanadi. Arlıqlarda angsız bir holatga keltirildik. Savadsız holatga keltirildik. Savadimiz qaytadan chiqishga boshlab, yani tarixlarimizni bilishga boshlaganda yana yo'q qilindi. Yana bir qatam avlodlar tarixdan savadsız qoldi. Qaytadan oz-poz egallanib bilishga boshladi. Qaytadan savadsizlikka yo'liqdi. Bugungi kunda nurg'un tarixiy asarlar, nurg'un o'z tarixiga yozilgan kitoblar hammasi yig'ilindi. Hammasi qaytadan bir taraf qilindi. Bularning yana o'zining tarixini bilish, haqiqiy tushunish yana bir masalaga aylandi. Endi bundaq chiqqan chaqda bundan keyingi avlodlar o'zining tarixini qanchalik bilalaydi, haqiqiy yo'sinda qandaq ularga tarix o'rgatildi, haqiqiy o'zining millatining tarixi o'rgatilamdi yoki u Xitoyning bugungi Junxo buyuk madaniyati, Junxo o'rtaq gavdasi, Junxo millati degan ramka ostidagi o'zgartirilgan, tahrirlangan, burmalangan bir ideologiyalik o'zining iqimiga selingan Jungo Şinjan azaldan Jungo'nun ayrılmaz bir kısmı Uygurlar qadimdan tatib hech qachon o'z davlatini qurib baxmagan, o'zining mustaqil hokimiyati bo'lmagan, tarixda qurgan xalqlarning hammasi markaziy hukumatning tarmoq bir hokimiyatlari, yerlik hokimiyatlar markazga olpan topshirgan, markazga beqinib o'tgan degandek ma'vo targ'ibotlar ostidagi bir tarixlarni o'rganish mumkin. Yaqingi zamon tarixi, hozirgi zamon tariximiz haqida texmo endi haqiqiy tarixni bila olish natoyin ishki Sharq Turkiston Cumhuriyeti haqida, bo'libmi 44-49dagi Sharq Turkiston Cumhuriyeti va boshqa masalalar haqida. Endi buningki agar tarixni bilmay qolsa, demak bilmay qolsa, bu xalq yana bir qatim ongsiz qoldirilgan bo'lib o'xshash. O'zining tarixini bilmagan, o'zining millatining kimligini bilmagan odam o'zining ota-onasininki, oilasining kim ekanligini bilmagan bo'lib o'xshashlan bir ish. Bir odam o'zining dadasining, onasining kim ekanligini bilmaganga o'xshash degan gap o'zining bir tarixini bilmaganga o'xshash ikkisi cho'ng farq yo'q bir. Bundoq chiqqan chaqda. Buning ziyni nayt ko'p bo'ldi. Shuning uchun dunyodagi nurg'un davlatlar, hatto Xitoyning o'zidan tortib, kichigidan tortib, o'z millatining, o'z davlatining sistemalik tarixini boshlang'ich maktabdan tortib o'gitib, balaning kallasiga qo'yib, eng oxirida u balaning ideologiyasini, kallasini o'z vataniga bo'lgan, millatiga bo'lgan bir tushunchasini to'g'rilab, eng oxirida uni jamiyatga chiqaradi. Bu dunyodagi bir o'rtaq bir narsa davlatlardagi. Ammo Uyg'ur millatichi, Uyg'ur millatining o'zining undaq imkoniyati bugungi kunda yo'q, u chuqur boshqalar belgilab bergan bilan bo'ladi. Buning hamda ziyonlarini her cihatdan tasavvur qilish bo'ladi. O'zining millatining tarixini bilmaslik. Demak, o'zining milliy kimligini unutdi kelgusida. O'zininki burunqi shavkatlik tarixiy bosqichlarini unutdi. O'zining kim bo'lganligini unutdi, uni bilmaydi. Anadan keyin o'zining kim bo'lganligini bilmagan odam o'zining kelajagini bilmaydi deydi. O'zining kelajagi o chaqda g'uvo bo'ladi. Kelajakdan bir ishonchni ololmaydi. Uning ro'yi o'lishi mumkin oldi. Yani müşahede bir nesne koşup koysam böyle hatirisini yo'qotgan insan o'xshasak bo'lamdi. Meningcha ashuna deyishga bo'ladi. Ashuna deyishga bo'ladi. Masalan, bir oilaninki tarixini deylik, bir ota-onasininki va bovisining tarixini yaxshi o'rgangan odam, u oldida o'zining oilasidan, o'zining ota-onasidan bir faxrlanishi mumkin. Shundaymi? Shunday. Masalan, mening dadam hech bo'lmaganda bir ishlarni qilgan bir botur, bir qahramon odam bo'lgan bo'lsa, shundaq bir ishlarni qilgan bo'lsa, o'zining millati, xalqi uchun cho'qim u odam nayt faxrlanishi mumkin. Mening dadam bundaq odam bo'lgan deydi. Shundaymi? Hech bo'lmagan chaqda uninki mening dadam hech bo'lmagan chaqda kecha-kunduz ishlagan jafokash bir dehqon bo'lib o'tgan bir umr yer bilan bizni beqib tarbiyalagan nayt g'ururliq, butun vujudi bilan bir o'tgan bir pok dehqon deydi. Tirishib bir yil ichida manchilik yerdan manchilik mahsulot oladi. Ailemizni shunchalik baxtiyor qilishga tirishadi deb hech bo'lmaganda manuqtadan bo'lsin bir dehqonning bolasi, dehqon ota-onasining tarixidan manda faxrlanishi mumkin-da ro'yida.
Agar unda bo'lmagan chog'da uningga butunlay boshqalar kompyuterdek mingsiga qo'yib bergan bir narsa bilan bo'lsa, u odam o'zi emas demak. Ajdodimi? O'zi emas demaklikda u qo'yib bergan narsa. Bu sizin o'qish hayotimiz shunchalik uzun tarix ega ekan, shunchalik musofalarni besib o'tibsiz. O'qish hayotimizni qaraydigan bo'lsak, nihoyat uzun musofani, o'xshamagan makonlarni, farqli madaniyat muhitlarini ve her xil insonlar to'pini ko'rdik ekanmiz. Masalan, 81 yılı 85 yılı Beijing'de okupsiz. Ondan keyin Şinjan Üniversitesi'ne qaytib kelibsiz. Bu yerda magistrlik o'qibsiz. O'qish tugatgandan keyin o'z vaqtidagi Sovet Ittifoqi Fanlar Akademiyasida magistrlik o'qibsiz qaytadan. Ondan boshqa 92-96 yılgacha Sharqshunoslik institutida, ya'ni shu ayni Fanlar Akademiyasidagi doktorlikda o'qibsiz. Şu qaraydigan bo'lsak, nihoyat uzun musofani boshdan kechiribsiz. Sizniki dadingizniki tarixga intayin qiziqib qoldigini, tarix kasbiga qiziqishingizda dadingiz intayin rol o'ynaganligini dedingiz. Siz Şinjan Üniversitesi'nde emas, Qashqar Pedagog Üniversitesi'nde emas, Şinjan Pedagog Üniversitesi'nde emas, u yerdagi tarix kasblarini yoki adabiyot kasbini emas, Beijingdagi Markaziy Millatlar Universitetidagi Uyg'ur tili adabiyot kasbini tanlabsiz. Buning sababi nima? Bu Әмде siz nəhayət yaxşı dediniz. 81-ci yılgacha bo'lgan aralıqda men Beijingga shu vaqtdagi Markaziy Millatlar instituti deymiz endi. Shu vaqt o'qishga berishning oldida men Uchturpandagi 1-o'rta maktabni o'quvchisidim. Uchturpandagi 1-o'rta maktabni bitirgan. Endi shu vaqtdagi Uchturpan noyisidagi eng cho'ng ham kona bir o'rta maktab. Bizning ustozlarimiz nihoyat bilimli, kuchli ziyolilar bor shu vaqtning o'zida. Nəhayət bilimlik bizi köp bilimlarni singdirgan. Bo'libmi, meningki dadamninki shu tarix bir eڭining mening shakllanishga qo'shgan dadam onamninki töhfisi nəhayət zo'r deb qarayman. Bizning hamda Uchturpan balkim ko'pincha kishilar biladi. Uchturpan desa oldi bilan u tarixda Uchturpan qo'zg'oloni bo'lgan, jigdiyig'iligi bo'lgan 7 qizlarim deganni biladi. 7 qizlarim vaqasi bütün Uyg'ur jamiyatiga oydin bir qahramonlik shajarasi Uyg'ur ayollarining, xonim qizlarining. Biz shu mundaq chiqqancha kichigimizda ana shu 7 qizlarimning maqbarasi atrofida tug'ilib shu yerda cho'ng bo'lganda, kichigimizda shu maqbaralarga chiqib shu yerda o'ynaydik. Shu qabri odatdagi burungi vaqtlarda 70-chi, 80-chilar to'pib esib qolgan qabri saksning oldida. Shundaqda tashlandik, bir qabrga aylanib qolgan. Bayatın deganda xalqimizning tarix bilmaganligi uchun, shu vaqtda tarixni tushunmaydigan olg'i kelib qolganligi uchun shu o'zining bir qahramon qizlarining maqbarasi to'pib esib, meni esimda qilishicha bir odat yog'ochlari bilan bir qilib qo'ygan, tashlanib qolgan 7 qabri. Shunchilikda ammo lekin odamlar shu qabrining oldidan o'tganda nurg'un bovaylar to'xtab bir duo qilib o'tadigan. Hatto yana kichik vaqtimizda yana ba'zilardan anglagan, voy bu musulmon emaskan bu qabrdagilar degan munda gaplarmi bo'lganda hatto. Ashunda har xil gaplar tarqalgan. Lekin cho'ng odamlarning qabrining oldidan o'tgan chaqda eshaklardan tushib, eshak minib mangdigo cho'ng burungi vaqtlar jiqadan. Yaqinlar kichiklar pigulo arvi deydi. Arvida o'tirib mangdi shu yerda to'xtatib, ashunda qiyg'inni ko'rgandik biz. Ana degan Uchturpanda Mo'ljar tog' deydigan cho'ng bir haybatli bir tog' bor. Tog'ning cho'qsida egiz bir ravaqli bor. Munar var, konu sepilinin konu istikamninki bir orulları var. Ananikin mandaq bir saddiçin sepiliga o'xshash sağan joylarning bir o'q atadigan teshikleri var, izlari bor. Biz kichigimizda shu tog'da o'ynaydik. Uning past 9 buloq deydigan bir mashhur bog'cha var. Shu yerda bir yozilgan xatlar, ashna narsa bor. Shu yerda andan yani dehqonlar shu yerni qo'llagan nurg'un odamning bosh suyaklari, odam suyaklari chiqadi tashadim. Dehqonlar shu yerni to'pisi bek yaxshi ekan deb shu tog'ni qo'lab ichini. Ichilik to'piliq tog'. Qo'lab ayında suyakni bir yoq elib o'tib to'pisini aketganligi esimizda bor. Keyingi vaqtlarda u yerga o'rmon soldi. Shu vaqtlarda men dadamdan hayron qilib so'ragan, dada bu mushunda bir 7 qabri bor, 7 qizlarimda. Shunda ba'zilar mushundaq o'tidi, duo qilib, ba'zilar mushunda tillaganlarni angladim. Bu nima gap desam, bu taxminan mening 8-sinflarda o'qiyotgan vaqtim. Desam dadam menga tushundirgan. Bu aslida 7 qiz degan bu bir qahramon qizlarning qabrisi. Bu shu vaqtlardagi Manjularga qarshi urush qilib, jang qilib, jangdan bular shu o'chaqda deydi. Shu Manju shu vaqtdagi
Şunu қолға түшүшүнө кааламай, өзүнө өлтүрүп алган экен тагдын секиреп, менин билишимче, мындак риваят бар. O bizden kahramanlarımızdan kabrisi əzildə dep adam şuna degендигин hayran kalgan. Andan Mölcertağ hakkında sorsam bu mındaq tarixi var dep, onun şu 1860 yıllarda şu taq çıkıp Xitayla uçtu qozgılanda özünü partıltıp algan aşı vaqalarını Molla Şakir'nin Zafarnamı namlıq dastandaki. Şular boyunca geplerini dep bergen. Anadan keyin dadamdan men yana şu yerda bizninki Uçturpanda qeyri yaşlıq bir adam bardı. O her zaman şu çapallarını rətlik kiyip, ko'nglaklarını yaxşıgıca etip, bir xil sapras jurdigan adamdı. Xalqlar hammasi havas qiladi. Har qachon pokiz, oppoq yaqiliq ko'nglak, rətlik shunda jurdi. Yo'lni qas mında mangıtı. Hergiz unda maymaq soymaq, mında mangmaydı yo'lni odam. Tüp-tüz mangıgan adam. Dadam qattiq hurmat qiladi, salom qilib. Şu adamdan sorsak, bu kim adam desem, dadamdan ajab bu adam ekan-ku desem, bu degan bizninki Şarkı Türkistan armiyasininki jangchisi bu degan. Degan chog'i tunji qatam men dadamdan Şarkı Türkistan degan gapni anglagan da. O vaqtlarda o 70-yillarda o nurg'un odamlarda unda ang yo'q kichikda o vaqtlarda. Kichik bolalarda unda fuqum yo'q bizga. O bizga o'rta maktabning darsliklari var shu vaqtdagi. Andan boshlang'ich maktabda biz Wangji, Dongsongri deganlarni o'qigan edik. Xitoyning da aşında nəslini bilimiz o vaqtın özüdə. Şununla andan mən anlap, nima o Şərq Türkistan desem, o bizning G'ani Baturlar şundaq Xitaylarni qo'g'lab, aşındaq şu Ürümçinin yanıgıcı bağan, o bu 80 ming askari batı mındaq Batur adamlardi, ulardan şunda yo'g'on Qaysar, Batur, qo'rqmas adamlardi. Mana bu adam şu Şərq Türkistan armiyasining jangchisi bu. Askar bo'lgan, 5 yil harbiy maktabda o'qigan deb bergan. Keyin ondan cho'ng'lab keyin o adam bir ayrım sözleşken çağda o adam ama şu 87 yılda 86 yılda iken şu vaqtda bana uydun nimesini çıkıp uydu bir mehmanı çağırıp buralıqı özünün unvan bir qağızını, buyruq qağızını saxlap diken kösetken. Bunun da Şarkı Türkistan Milli Armiyasının baş komandanı ştabı başlığı General Mayor Majarov'ninki qol qo'ygan. O adamın ismi Habibullah Kerim bu şundaq adamdı. Habibullah Kerim'e berilgen ofitserlik unvanı. Şununla tasdiqken. Hem şununla bahadırlık medalı berilson degen, batırlık medalı berilson degen buyruqken de şu adamın buyruğu. Şunu saxlap diken özü şu adam qağazını. Bunun hesap 45 yılı olsa 46, 47 yıldan 80, 40 yıl saxlagan narsa da hesap. Şu petim bak bakızdılar. Şunda bir jurdigan rətlik edem. Mana şu vaqtlarda biz 7-8 sınıflarda dadamızdan şunu anladık. Şarkı Türkistan deganni anladık. G'ani Batur degan tarixlarni anladık. Hem de G'uljadagilar ko'proq anglagan bo'lishi mumkin. Albatta G'uljada yashaganlar. Bizlar shuningdan tarixga bir xil qiziqish boshlandi. Uçturpanning tarixi yetti qizlarimga. Andan keyin 8-yilga kelgan chog'da dadam maxsus Uçturpan to'g'risida yetti qizlarim haqida cho'ng bir nima yozdi, asar yozdi. Andan özünün bir o'quvchisi vati İbrahim Qurban deyilgan, şair İbrahim Qurban, özünün o'rta maktab tarbiyalagan o'quvchisi. Onunga yetti qizlarimning butun voqealarini so'zlab berib, bir-birlab onunga daston qilib yozdi deydi o'zi. Birma-bir. Bo'lmasa o tarixni bilmaydigan odam. O faqat 8-sinfgacha o'rta maktabda o'qigan, anadan keyin dehqon bo'lib ketgan. Deb berib shu dastonni butun o'zi yozdi deydi. Anadan keyin drama yozdi dadam. Ondan keyin Uçturpanda yana cho'ng bir voqealarning biri, doim dadam so'zlaydigan, bu shu 1945 yil 9-oyning 18-kunida Uçturpanda 14 yoshni Aqsud Limutallib bilan birlikda o'xshash vaqtda Xitoy shu vaqtda Gomindan qo'shini, Gomindan hokimiyati o'ltirib o'tgan, tang qirg'in qilgan. Aqsuda 30 necha yosh, Uçturpanda 14 yosh. Shularning ichida Seyit Abbas, Ortiq Abbas deganlar bor. Seyit Abbas, Ortiq Abbas, Abdukerim Abbasovning inillari bular. Abdukerim Abbasov, Sopaxun Soborov, Qosimjon Qambiriylar bular Aqsuga tushgan chog'da, kelgan chog'da ularni tutib, ular Uçturpanda qo'zg'alib, ulug'i maslashib ketmasin deb, shu vaqtda bularni 14 yosh o'qituvchi ziyolini, ba'zi 18 deydi, qirg'in qilgan. Dadam shularning tarix tazkirasini aniqlab, buni maxsus yozib chiqqan. Bo'libmi, shularning ichidagi o'ltirilgan Ortiq Abbas degan shu vaqtda mening hammamning, ya'ni onamning hadisini yo'q ishi endi. Shu vaqtda qo'lidagi vaqtida shu Xitoylar o'ltirib o'tdi. Hammamiz shu vaqtida endi.
yaş qap qolganda keyin boshqa o'tgan. Shu tarixlarni dadam ko'p so'zlaydigan Uchturpanda, oilamizda shu gaplar ko'p bo'ladigan burundan tortib. Ondan keyin dadam maxsus bir drama yozdi Uchqunda, shu yoshlar haqida. Keyin dadam bilan birlikda dadam o'zi ayrim maqolalarni Yetti qizlarim haqida deb maqolalarni yozdi 81-80da. Keyin yoshlar jurnali shu vaqtdagi. Ondan keyin ikkimiz dadam bilan birlashib 87-yil Şinjan Spandaşı'nınki ilmiy jurnaldan bir parça ilmiy maqala e'lon qildik Yetti qizlarim haqida. Umuman shu Uchturpanning tazkirish tarixida ana shu inqilob, millatning tarixi, Yetti qizlarim, Uchturpan qo'zg'aloni shu voqealardan dadamizdan biz bir tarix qiziqish bo'lib qoldi. Ammo 81-yil Beyjingga o'tgan chaqda Millatlar institutiga tanlaydi endi. Eng yaxshi o'tganligi vaqtida. Shu vaqtda endi bütün bizim vatan bo'yicha oliy maktabda imtihon berishda tunji boshlangan vaqtlar 5 yildek bo'lgan shu. Men shu bütün Uyg'ur elimiz bo'yicha endi ikkinchi bo'lib o'tib ekanman oliy maktab imtihonida. 405 nomeri bilan da shu vaqtida. 4-5 banda yiqqan chaqda yana birisi 411 nomer olibdi, men 405 nomer olib ekanman. Şunu da onu bizni uçakda udullama şu Beyjing'e tallaydı mevzu yani. Sığan mekteplerge o alıqı. Tallagan çağda udul bizni Uyghur tili kesbiga tallagan. Uyghur tili edebiyat. Kirip andi şu yerda okuduk. Uchturpandan Beyjing'e vardık da o vaqtda o yüzden bir arlığı qanchalik çırak özünüz bilisiz. Okup şu yerdan ustazlarımız Hamid Dönür, Tursun Ayub qatarlıqlardan derslerini anladık. Şu yerda kitaplarni, qadim Uyg'ur tili darslarini o'rgandik. Shundan keyin andin biz texnik ko'p materiallarni ko'rib, tarix bilimimiz texim ochdi. O'rganganimiz qadim Uyg'ur tili, ondaq darslar u bu bo'lgan bilan tin. Lekin men beka vaqtimning hammasini yani tarix kitap o'qiydim-chi, tarix o'rgandim. Kutubxonasiga kirib, o'chada Xitoychani o'rganib oldik. Xitoychim xil yomon emasdi meniki. Burun shu yerda azroq o'qigan, yaslida shundan. Xitoy maktabida bir yildek o'qib o'zim qechib chiqib olgan, o'qimayman bu Xitoy maktabida, Uyg'ur maktabida o'qiyman deb. Shuni Uyg'ur maktabga chiqib olib, Xitoycha o'qimaganda bir yildek o'qiblar. Beyjingga borgandan keyin dastlabki Xitoycha o'rgandik, ozroq vaqt, keyin darslarimiz o'xshash bo'ldi. Shunga men shu Xitoycha tilda yozilgan nurg'un kitoblar bor. Shu vaqtda Millatlar institutining kutubxonasida. Uni o'qidik. Anikin bizning yozuvchilarimizning, tarixchilarimizning maqolalari chiqishga boshladi, Turg'un Almaslarning, Abdurrahim Ötkör'nün eserleri şu vaqtda. Ularni o'qidik Uyg'urcha ko'plagan eserlarni. O'rta Osiyo tarixiga oid bir qism eserlar bor. Uni o'qidik. Shuning bilan tarix bilimimiz asta-asta oshdi. Ondan tarixga bo'lgan qiziqish texnik kuchaydi, bilim doiramizni oshdi. Amaliyotda men kasbim tilshunoslik, qadim Uyg'ur tili bu. Lekin mening qildigan ishim beka vaqtimning hammasi tarix o'qiydi. Shu mening shu vaqtda. Bu endi burun açılgan narsa ekan. Şuna men o vaqtning o'zida tarix fakultetlarida tanlash imkoniyati bo'lmaganda menga. Bo'lmay, Udul Millatlar institutining Uyg'ur tili adabiyot kasbi nomi bor. Sizmi shu maktabda o'qidingiz, mening bilishimcha. Shundaqmi? Shu maktabda o'qidim. Ko'p do'stlarimiz shu maktabda, shu kasbda o'qigan. Biz Turkiyadagi sizlarning mushu Erkin, Ahmet, Olimjon, Inoyat, Farad Tangirtog'li deymiz, Mag'firat Kamol, hozirgi dotsent professorlarning hammasi shu maktabda o'qigan. Men shu har xil davrdagi, har xil yil nimasi bo'yicha Uyg'ur tili kasbida. Tarix demak meningki qiziqishim ashunda boshlanib qolgan, ham tarix fakultetida o'qimay Uyg'ur tili adabiyotida o'qib, lekin u baribir uningda tarix darslar ko'proq bog'lanishli darslar so'zlanadi. Shundaqmi? Çağatay tarix Abdurrahim Polat, Taklamakan Abdurrahim Polat akimiz ustazımız beretti. Hazırki zaman Uyghur tilinde Letip muallim beretti. O vaqtning o'zida Letip to'xti. Tercüme dersimizni G'opurkam deydigan birisi beretti. Qolgan darslarimizning hammasi qadim Uyg'ur tilida Tursun Ayubkam rahmatli u beretti. Keyin Matrim deydigan muallimimiz bor. Demak, qolgan vaqtlarning hammasi shu biz tarix shularni o'rganamiz, shulardan anglaymiz. Bu magistrlikdan doktorlikni Sovet ittifoqida, ya'ni sobiq Sovet ittifoqida o'qibsiz, 12 Rossiya Fan akademiyasida o'qibsiz. Siz Yevropani tanlamay Rossiyani tanlashning sababi nima? Anda yana birisi u vaqtning o'zida endi 80-yilda, 90-yillarda chet elga chiqish, 80-yillarda degan
naytı bir qiyin bir iş, şundaqmi? Hakikaten. Çoğun bir adamlardaki bir intilish yani. Ve o vaqtlarda Türkiye'ye çıkıp okusam degan oymu bo'lgan. Sovet İttifaqıga chiqib o'qisam degan o'y bo'lgan. Bo'libmi Toshkentda o'qish vaqtning o'zida Uyg'urlarda kuchli bir ta'sir bor shu vaqtning o'zida. Bizda nurg'un Toshkentda o'qigan ziyolilar bor. Ularning ta'siri kuchli bo'lgan Sovetniki o'qish. Shunda bo'lganligi uchun hem ailemizning burungi tarixiga bog'langan yerlarimiz bor, tarixiy kelgan bo'g'inlarimizninki. Shunda bo'lg'achqa mening rus tili o'rganish qizg'inligi burunroq bo'lgan. Şuna ben Beijing'e beripla özlüğümdüm ben Rus dili öğrengen o vaxtımızda. O çağda bizde Rus dili dersim yok. Ben Rus dilini öğrengen. Öğrenip özlüğüden ben bekat olmay şu Rusça adlaydım. O Ali mektebini bitirip boğaç əməliyyatda ben Rus dilde bemalal sözleydiğen, yazdıgan, nurgun nəsini okuyduğan bolup 85-ci yılda 2-3 parça maqallarını Uyghur tarixi, Uyghur tilşünaslıqqa ait yazılgan maqallarını Rusçadan Uygurcaga tərcümə qilgan. Məsələn, Tenişep deyilgan dağlıq Tatar alim var. Şununki Teklimakan haqqında yazgan bir parça maqalasını Rus tilinden bevasıta tərcümə qilib men 86-87 yılı olsa gerek Til ve Tercüme jurnalda e'lon qilgan şu Teklimakan atalgısı haqqında degan maqal. Va ondan başqa Uyghur klassik muzikasi haqqında yozilgan bir parça maqalani tərcümə qilgan. Şunga o'xshash qiziqish Rus tilida bo'ldi bizda. Keyin inglizchani azroq o'rganib baqdik, lekin inglizcha qaraganda bizde umumizlik alda Uygurlarda Rusça öğreniş umum bir dolqundu şu vaqtning o'zida 80 yillarda çok. Chet el tili öğrense Uygurlar nima til öğrendi desa ko'pinchisi Rusça öğrendi. Ta'siri bizda bunaqa. Material burungi vaqtdan tortib. Ondan keyin men 85-yil o'qish bitirgandan keyin Xinjiang universitetininki Jungo tillari fakulteti deymiz şu vaqtda. Shunga taqsim qilindim. Bu yerda ishlab tilshunoslik, yo millatshunoslik, yo qadim Uyg'ur tili dars verdim. 87 yılı andın yanılam şu Til Yazık Komiteti, Abdunum Raylık Til Yazık Komiteti bilen Milletler İnstitutu'nun birleşip açkan qadimki eserler gruppası boyunca bir programmanın türüge qatnaşıp meni şu Milletler İnstitutu'ga ivetdi. Bir yıllık bilim aşırışqa. O bir yıllık bilim aşırış mening Paris öğrenişi oldu. Bu yerde bir yıllık Paris öğrendim şu sınıfta. Burun Çağatay'cı öğrengen, yani Çağatay'cın devamlıq öğrendim. Lekin asaslık Fars öğrendim. Bir yıl naytı xeli mükemmel, alaydı bolmasam xeli mükemmel derecege bağan Farsça. Çağatay'cı öğrengeçke onundaki nurgun sözler, şekiller oxşaydı. Mening maqsadim şu Fars öğrenip belki şu Fars mənbələri boyunca Uygurunun tarixini tədqiq qilish, klassik əsərlərini tədqiq qilish deyilgan bir ideya batı. Ama Rus tili yani texmi algı qarab mangdı, Rus tilini tashlamayman. Şunun bilan 80 oya qaytib kelib, yani Xinjiang universitetida men ders beriverdim. Ama 88-yılı Xinjiang universitetida aspirantlık imtihan berdim, magistrlik aspirantlıqqa. O vaqtda bizning Xinjiang universitetininki O'rta Osiyo Madaniy tadqiqot instituti deydigan bir institut var. Şu institutma aspirantlarni qabul qildiganiga e'lon chiqarib ekan. Onun qarasam O'rta Osiyo xalqlarining falsafiy va ideyalar tarixi degan bir mavzu bor ekanda, shu bo'yicha aspirant bo'lish. Uning nomi Xinjiang tarixi degan bir nom kategoriya ostida shunday ekan endi. Shuning bilan men endi Jungo tili fakultetining o'qituvchisi bo'lsam-mu, men yana tarix kasbiga mundaqcha aspirantlik imtihon berdimda men. Til fakultetining tilg'imi aspirant olamiz degan uning emas, aning imtihon berdim. İmtihan bersem o vaqtning o'zida o'qituvchilardim biz endi. Uyg'ur o'qituvchilardan bir 2-3 adam o'tibdi o aspirantlikqa, o'quvchilardan bir ikkisi. Asosli Xitoylar. O 80-yillarda aspirant, magistr aspirantliklarga aspirant bo'lish nihoyatda kam uchraydigan ahvolda. Uyg'urlar uchun nihoyat oz magistr aspirantlarmi. Butun Xinjiang universiteti bo'yicha bir oz sonda aspirantlar bor, magistr aspirantlar. Mutlaq ko'p qismini Xitoylar egallagan. Uyg'urlar azroq. Endi Uyg'urlarning u chaqda aspirantlikqa o'tanmay qilishidagi cho'ng sababning birisi nima deganda chet el tili. Ya inglizcha ya rus tili ikki tilning qaysini bilsa shu hisoblanadi chet el tili. Shunga bizning nurg'un Uyg'ur bolalar chet el tili o'rganmaganligi uchun, chet el tili bilmaganligi uchun ular o'tanmaydi. Ikkinchisi, yana darslarni yana Xitoy tilida imtihon berish kerak edi. Uyg'ur tilida hamma darsni Uyg'ur tilida bergizmaydi. Bizning Xitoycham o vaqtda xeyli yaxshi. Shuning uchun
o çağdaki magistrlik imtihanını memleket boyunca ortak dedi. Şu Xitay tilinden berdik. Derslerini Xitay tilida. Şinjan tarihi degan mavzu bor, yana imtihan. Onundan berip 93 numara yaptık mende. Men şu tarih imtihandan aspirantlıkını. Şunun bilan bu tarixdan analikin başqa pallardan hammasini o'tdim, falsafalar bo'yicha. Anda men O'rta Osiyo madaniyat tarix tadqiqot institutida Zarib Do'lat degan o'qituvchimiz bor edi. Tatar endi. Shu kishining o'quvchisi aspirant sifatida o'tdim. Hem Şinjan Cumhuriyeti'de hem o'qituvchi men anıg'im o'tdim. Natijam hali yuqori chiqib ketgan oldida. Bergan imtihon rus tilidan imtihon bergan. O rus tili memleket bo'yicha deydi, Xitoy bo'yicha o'rtaq. Bir tutaş. Bir tutaş. Bir tutaş. Onun Şinjan'a ayrım o bu degan gap yo'q. Onun falsafa yana o'rtaq, hammasi shunday. Faqat bir ishki darslam endi o imtihon turi yerlik. Mesela Şinjan tarihi. Onu mu Xitoycha yezib berish kerak shart. Şunu o'tsam, o bir qiziqish bo'lgan. Bizning O'rta Osiyo madaniyat tadqiqot institutida rahmatli Hoji Yaqub ishlaydi. Hoji Yaqub, Tursun O'shor deydigan yana bir qism kishilar bor, Yunus deydigan akillarimiz. Bat ular bormi yo'qmi bilmayman, albatta buni uzun vaqtlar olib ketdi. Hoji Yaqub rahmatli shu yerda ishlaydi. Şunu bilan men onunga o'tgandan keyin o Zarib Do'latov o kishi vafot etib ketdi, rahmatli. Ular mening uning yana boshqa Xitoylar bor, bir muncha Xitoylar bor. Uning boshliqlari muavini Xitoy. Keyin menga deb berishcha Hoji Yaqub rahmatlininki, sening shu tarixdan o'tishing bularga nihoyat cho'ng bir ta'sir qildi dedi. Qanday ta'sir qildi desam, ular deydi, keyin imtihon qog'ozini bir qancha komissiya bo'lib tekshirtgan. Sen tarixdan 93 dak nomer olsang, qolgan tarixga imtihon bergan Şinjan tarixi deb tarix fakultetidan yana boshqa Xanzular, boshqalar Mo'ng'ol ubulam imtihon berib deganda, o tarix kasbining odamlari tarix fakultetidan. Ular Şinjan tarixidan 50-60 nomer olib o'tolmabdi-da endi. Men 93 nomer oldim. Şunu ular andın bu nimishki bu Cumhuriyeti'nin o'qituvchisi buningdan o'tib ketdi. O'tib ketsa 90 nomer olamdi bu. Bunda yuqori nomer olamdi. Deb, shun ular hayron qilib, bu bilovaga o'xshaydi savollarni oldin ola. Deb mendaqliq gumon qildi. Qilgandan keyin Hoji Yaqub degan kishi onunga debdi, sen bu Uyg'urlarning hammasi shunda imtihondan o'tolmaydigan, biz nimani bilmaydigan deb o'ylamsa, Uyg'urlar mashina boshqa kasbda bo'lsin, o'zi yaxshi ko'rgan bo'lsa, o'rgansa o'tidi uningdan. Bizning Uyg'urlarmi. Deb shunda javob berdi, deb shunda dedi. Demek o'zim til fakultetining o'qituvchisi bo'lsammi, yana bergan kasbim oxiri tarix bo'lib, shu O'rta Osiyo institutida hisob 2 yilga yaqindak, 1,5 yil, 2 yilga yaqindak bo'ldik. U yerda ba'zi bir tadqiqot loyihalari bo'ldi. Abdushukur Mehmet Emin, Amanullah, bu Zarib Do'latov bular bilan qatnashgan bir O'rta Osiyo qadimgi falsafiy ideyalar tarixi, Uyg'ur falsafiy ideyalar tarixi bo'yicha bir nima qilmoqchi bo'ldik. Ham darsim bor Jungida. Şunun bilan andın 90-yılda andın Sovetga chiqib o'qish deydigan bir imtihonimiz bo'lib, uningda andın men tanlanibdim, yana tanlanib Şinjan universitetidan men tanlandim. Mening ruscha saviyam yaxshi, kasbim yaxshi, tadqiqot o'qituvchi, andın yana bir qozoq, yana bir Xitoyni tanlabdi. Ular hech qaysi ruscha bilmaydi, baribir tanlabdi uni. Bir qozoq bo'lish kerak, bir Uyg'ur bo'lish kerak degan menda bir shart. Mening ham ruscha tilim yaxshi bo'lgandan keyin andın o vaqtdagi bizning Şinjanda şöyle Ayşem Abbay deymiz, Jav Marib boshqarmasining boshliqlari. Hali yaxshi o'qituvchilarimiz bor, hali milliy inimiz kuchli, angliqda bizning til fakultetida Turdi Ahmad deydigan o'qituvchilar, hali kuchli odamlar bor. Xalq kam, hammasi rahmatli bo'ldi ular. Shu men tanlandim. Andın 90-yilda şu Sovet İttifaqı o'qishga rasmiy iltimoslarni yo'llasak, uni meni bevositalam shu Moskvadan Sovet İttifaqı Palla Akademiyasiga taklif keldi, tanlanibdi men. Tanlanib shuning bilan andin u yerga bordim, berib Moskvaga. 90-yil 3-oyning 25-kuni Moskvaga tushdim. Andin u yerga berib Palla Akademiyasining cho'ng organiga o'zim so'zlashalayman ular bilan da asosiy jihatdan tushundirayman gaplarimni, nima deyotganini tushunaman, asosiy jihatdan suhbat qila olayman endi mundaq chiqqan chog'da. Jiq ruslar bilan so'zlashmaganligimiz uchun ular tas gap qilsa tez anglayolmay qolamiz, lekin aldirmay tushunib bunday qilamiz.
meni sharqshunoslik institutiga bo'ldik dedi. Bu sharqshunoslik instituti hamda burungi Charusiya davrida 1818-yili qurilgan 200 yillik bir cho'ng bir tadqiqot instituti. Charusiyaning keyingi Sovet ittifoqining hozirgi Rossiyaning dangliq sharqni tadqiq qiladigan bu Iron, O'rta Sharq allari, O'rta Osiyo, shuningdek Yaponiya, Xitoy va Sharqiy Turkiston deydi ular halqa. Shu bu ish tadqiqot qiladigan cho'ng bir tadqiqot organi. Shuning men Sharq tarixi bo'limi deganga taqsim qilindim. Shu institutning aspiranti bo'lib 2 yillik o'qigandan keyin Sovet yiqildi. Yiqilgandan keyin biz hammamiz qaytadan ondan Rossiya Palla akademiyasiga o'zgarib, burungi Sovet ittifoqi. Rossiya Palla akademiyasining Sharqshunoslik institutiga o'zgardik. O'zgarib, ondan biz Rossiya Palla akademiyasi Sharqshunoslik institutining aspirantlar, doktor aspirantlar bo'ldik. Bo'lib, men 95-yili ondan u yerda Uyg'ur tarixi bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi yaqladim. Mening hamdaligi buni yana ayrim so'zlarimiz, meningki tarix oxiri tanlanib, tarixchi bo'lib qilishim, Şinjan Üniversitetida oxiri tarix kasbidan magistr aspirant bo'lib, tarixga o'tirasiya felsafada. Oxirida Moskvaga berib, undan keyin yana shu tarix tadqiqot institutiga aspirantlikka kirib, u yerda Uyg'ur tarixi bo'yicha temin tanlab, shuni bilan kasbiylik tarixchilikka mundaq taraqqiy qildim-da. Shu jarayonni. Bu hammasi tigitak naganda buningdagi asosiy o'zimning qiziqishim, yaxshi ko'rishim, alohida so'ygim mundaq chiqgancha tarix ilmiga bo'lgan so'ygim asosiyligi meni mushundaq taraqqiyotga epmangdi desam bo'ladi aloqa. Yo'nalishga epmangdi. Bu siz Şinjan Üniversitesi'de işlediniz, tadqiqot bilan shug'ullandingiz. Ondan keyin Beijingda o'qidingiz. U yerdagi tadqiqot aholini yaxshi bilasiz Xitoydagi. Hammadan muhimi dunyoga nüfuzlu bo'lgan Rossiya Palla akademiyasi doktorlikni o'qidingiz. U yerning tadqiqot aholini da yaxshi bilasiz. Mushu 3 yilni selishtoq vaqtida Rossiya Palla akademiyasida qanday bir ortiqchilik bor? Yoki Rossiya Palla akademiyasi akademiya qilgan zodi qanday bir narsa? Endi bu nayt bir muhim bir savol. Albatta, bu Rossiyaning sharqshunoslik tadqiqoti, jumladan sharqshunoslik tarkibidagi turkologiya, turkshunoslik tadqiqoti, ham Uyg'urshunoslik tadqiqoti nayt uzun bir an'anaga. Hisobda 1810-yillardan boshlaganimizda 1812-yillarda bir Fransuz tarixchisi Rossiya Palla akademiyasida ishlagan. Shuningki tadqiqotidan boshlaganda Klapot degandan keyin. Andan keyin 1830-yillarda bir tegimush azarlarga, ammo keyin xristianlashgan bir tarixchi o'tgan Kazimbek deb, Aleksandr Kazimbek deb. Bu Uyg'urlar haqida tunji qatim maqol yozgan edim. Undan keyingi vaqtlarda 1830-40-yillarda bu Bichorin deb tegi Chuvash, Turkiya xalq ham Chuvashlardan bo'lgan bu Hristiyan popi, Chuvashlar bular Hristiyan bu e'tiqod jihatda. Xalq da bu shu tatarlarning bir qo'shnisi endi Volga daryo bo'ylarida yashaydigan. Bu odam Beijingga berib, Beijingda turib, shu Beijingda turish jarayonida bu Xitoy tilini mukammal o'rgangan. Xitoylarning tarixiy manbalaridagi shu O'rta Osiyoga oid, Uyg'urlarga oid, turklarga oid bo'lgan butun tarixiy manbalarning hammasini yig'ib, to'plab, u odam ruschaga tarjima qilib bir to'plam chiqargan. Ondan keyingi yana boshqa tarixchilar Vasilyev deydi, ondan 1890-60-yillardan keyin bu Radlovlar bular tadqiqot qildi. Ondan keyin va undan boshqa nurg'un tarixchilar bor. Pozneyev deydi 1893da bu nimin tadqiq Uyg'urlarning tunji tarixini shu kishi yozib chiqdi. Ondan Grigoriy yana bir tarixshunos bor. U Sharq Turkiston tarixini yozib chiqdi 1868larda. Keyin bu Cho'qon Valixanovlar masalan, u Rossiyaga tabi u vaqtning o'zida Qashqariya haqidagi izlanishlarni e'lon qildi 6 yil. Uningdan nurg'un tarix. Umuman Rossiyaning bu 200 yillikdek shunda tarix tadqiqoti, sharqshunoslik, jumladan Sharq Turkiston Uyg'urlar haqidagi tadqiqotlari bu izchil mukammallashib, sistemlashib bo'lgan, taraqqiy qilgan.
taraqqiy qilib shu vaqtlarning o'zida dunyodagi kuchli davlatning birisi Sovet ittifoqi. Uningki tabiiy fan, ijtimoiy fan sohalari kuchli akademik tadqiqoti kuchli. Ularning tarix, mushu tilshunoslik, turkologiya ilmi, qadim Uyg'ur tadqiqoti, Radlov, Malovlardan ilib borgan. Va boshqa Uyg'ur tarix tadqiqot burun boshlangan. 20-asrning 20-30 yillar, 40 yillardan Bernstein degan tadqiqotchilar, arxeologlar o'tgan maxsus arxeologiya bo'yicha. Buni endi Xitoyga solishtirgan chog'da Xitoy intayin orqada ularga solishtirganda. Xitoy 30-yillarda faqat Wang Yuwei, Li Futong deydigan bir qism tarixchilari Xitoy tarix manbalari bo'yicha bir qancha maqolalarni yozganini hisobga olmaganda hech nima yo'q. Ana lekin ba'zi Chen Zhongmen degan tarixchilar var, Türk tarixi haqida ekan. Yozgan Ma Chongshou, u bu deganlar. Keyin bu Feng Jiaxing deganlarning bir tadqiqotlari bo'lganini hisobga olmaganda 50-yillarda ular bu Uyg'ur tarixi, bu tadqiqotlar bo'yicha Ruslardan, Sovet ittifoqidan intayin orqada qolgan. Shu vaqtning o'zida hammasi shulardan o'rgandi, ular hammasi shu. Shulardan o'rgandi. Mayli arxeologiya ilmi, mayli tarix yozma, historiografiya bo'lsin va boshqa hamma soha bo'yicha shulardan o'rgandi. Bizni mukammal tadqiq qilib bo'lgan Ruslar shu vaqtning o'zida. Ruslar emas, hamda Ruslardan boshqa nurg'un olimlar bor. Shu 40-yillardan bizning tariximiz yozilgan Bernstein tarafidan. Onun boshqa nurg'un maqolalar yozilgan, klassik asarlar ratlangan shu vaqtning o'zida. Dmitri Tixanov deydi va Tixanov degan Yudaxin deydigan olimlar o'tgan, Yakubovskiy va shu vaqtning o'zida. Va nayt ko'p Usmanov deydigan olimlar va Uyg'ur olimlarim bor, Arshidin Hidoyatov. 40-yillardan Uyg'urning doktorlari yetishib chiqib bo'lganmish, o'z tarixini tadqiq qilgan. 80-yillar sharoitida biz shu Bejinda o'qiyotgan vaqtidami, yana turkologiya, Uyg'ur tarixi, mushsadik tadqiqotlarda yanalam Sovet ittifoqi shu vaqtlarda kuchli dunyoda. Chunki uningda Uyg'urshunoslik institutini qurdi shu vaqtdagi Xitoy strategiyasining ehtiyoji bilan 80 dak Uyg'urshunosni yig'ib, Uyg'urning tarixi, madaniyati, adabiyoti, tili, san'ati hamma soha bo'yicha mukammal tadqiqot qiladigan bir organni qurib chiqdi. 86-yilda Qozog'iston Fanlar akademiyasi tarkibida. Bu dunyodagi tunji bir Uyg'urshunoslik instituti. Uningdan boshqa Moskva, Toshkent, bu Leningrad deymiz shaharlarda nurg'un qadim qo'lyozmalarni tadqiq qiladigan olimlar bor. Va uningdan boshqa maxsus tadqiq qiladigan olimlar bor. Men shu Moskvada o'qidim. U yerdami 30-40 dak tadqiqotchi var. Shularning ko'pinchisining tadqiqoti men tadqiqot qilgan bo'limda. Hammasi shu vaqtdagi Sharqiy Turkistonga oid tarix bilan shug'ullanganlar. Har davr, har nimalar bo'yicha inch-inch detallashganda, sistemalashgan. Har bir davr bo'yicha shuning maxsus tadqiqotchilari bor. Hamma jihatdan emas, mukammal tarmoq bo'yicha. Buning solishtirgan chog'da uchoqdagi Xitoy intayin orqada. Biladigan doirasini orqada. Shuning ko'pinchisi Ruslarning asarlarini tarjima qiladi bular. Hamda hozirmi yana ishini mumkin ularning Uyg'ur tarixi haqidagi tadqiqotlari va boshqalari ko'p bo'lsa-mu, lekin ular ko'pincha siyosiy cheklama kategoriyalarga o'zini kirgizib olganligi uchun ramka. Albatta nurg'un asarlar yozilibdi, nurg'un narsalar qilinibdi. Yanılar mendaqcha ularning tadqiqotlarida bu dunyoviylashgan, saviyalashgan dunyoda e'tirof qilingan asarlar noyitlik. Butunlay yo'q desak bo'lmaydi. Unda seviyedeki eserler nait kam hesapta. Öz çeklimisi olqa. Şuna men şu devir bo'yicha olganda 90-yillar bo'yicha olganda men hamma tarafning tarix materialini o'rgandim. Ruslarning butun tadqiqotlarini o'rgandim. Uyg'ur tarixiga oid asosiy jihatdan hammani o'qidim. Klassik tadqiqotlari, shu vaqtdagi tadqiqotlar hammasi bilan tanishdim. Xitoylarning yozganlari bilan tarixchilarining hammasining bilan tanishdim. Gomindang davridagi va Gomindangdan keyingi komünistlar davridagi 50-yillar, 80-yillardagi tarixchilari hammasining ideologiyalarini o'rganib chiqdim. Ikki tarafninki bulardagi tarixchilik nuqta nazarlari, har bir masalaga bo'lgan ko'z qarashlardagi o'rtaqliklar, farqliklar. Xitoylarning tarixchilarining 50-yillardagi nuqta nazarlari bilan 80-yillardagi nuqta nazar farqlari, 30-40-yillardagi Uyg'ur tarixi tutgan pozitsiyasi bilan 49-yilgi kommunistik Xitoy davridagi farqlar. Tayvandagi Xitoy tarixchilarininki Liu Yitang, u bu deganlarning ko'z Lenin Shan deganlar var. Ularning tadqiqotlari bilan bu cho'ng quruqlikdagi tadqiqotchilarning farqi, ularning g'arb tarixchilari bilan Yapon tarixchilari bilan bo'lgan o'xshashliklari, farqlari, nuqta nazar, ko'z qarash hammasi bilan selishtirib o'rgandik.
Albatta Türk tarixçilarining tadqiqotlari bilan tanıştık. Zaki Vali Toğan'ın Türk umumi tarihi, şu vaqt yana bu Bahaydın Ügelninki bütün eserlerini çıktım Bahaydın Ügelninki. Özken İzgi'nin eserleri şu vaqtdaki Türkler yazgan. Ve onundan başkalarının hemmisini bir-birlep ügünüp ulavlı seliştirip çıktık. Türklerinin mi 8. yıllar tadqiqat seviyesi Xitaylarning tadqiqat seviyesinden nait yuqurdi. Bahaydın Ügel'nin tadqiqat seviyesi Xitay tarixçilari seliştirgan çağda nait yüksek derecede. O G'arbning resmi bir yuqori standart tadqiqat qiladi. Çünkü ilmiy tadqiqat degende her bir narsaga o'zingizning manbaingizni, o'zingizning referenslarini ko'z tutmoqsiz. Haqninkini ko'chirib olmaysiz, o'g'irlab olmaysiz. Haqninki nuqta nazarlarini o'z manbasini ko'z tutasiz. Ondan o'zingizning yakunlaringizni chiqarasiz. Inchki asli original manbalar bo'yicha. Bu jihatlarda shu vaqtdagi turk tarixchilaridan Zaki Validning nayt kuchli umumiy tarixchi. Shuning uchun uning obro'yi bor bu tarixchi. Bahaydın Ügel'nin şundaq güçlük eserleri. Şunu seliştirganda 8. yıllardaki Xitay tarixçilerinin yazgan eserleri. Mesela Liu Zixao'nun Uyghur tarixi eserleri ve ondan başka Subixay deydigan birisi var. Onun yazgan Kazak tarihi degenge ait eserleri ve başkaları seliştirganda ular naydılıqı çoğun bir farklı. O vaqtdaki yana Wei Liangtao degen bir tarixçisi var. Onunki Qarixanlar tarixiga ait yazgan eserleri var. O Rusça bilgenlik için köpüncesi Ruslarning tadqiqotlaridan foydalanib shu asosda yozib chiqqan ular ko'pincha narsani. Wang Zhilay degan tarixchisi bor. Wang Zhilay deganimi u O'rta Osiyo tarixi degan bir kitobini yozib chiqqan 80-yillarda keyin bir. Uni men keyin selishtirib ko'rganimda uningdagi nurg'un narsalar Rus tarixchilarining O'rta Osiyo tarixi tadqiqotlaridagi asarlarining kopiyasi endi bundoq chiqqancha. Bir qismen ingliz yozilgan asarlardan olgan, ko'pinchasi ruslar. O'zlarining emas. Ularçı, ularning hech qanday original manbadan bilmaydi. Ular hatta şu original tillarning o'zini bilmaydi chu ular. Uyg'ur tarixini tadqiq qilgan tarixchilar bu Liu Zixao'dan boshqalarning hammasi Uyg'ur millatining tilini bilmay turib Uyg'ur tarixi haqida asar yozadi ular. Ammo G'arbning o'lchimida cho'qim sen shu millatning tarixini o'rganmoqchi bo'lsang, shu millatning yizig'ida manbalarini ko'rishing kerak deydi. Shu bo'yicha. Bu sizin tədqiqat hayatınızı qaraydigan bolsaq, nəhayət burunlu başlanıb ketgan. Eşim başlanğan vaqt şu meniki Şinjan Universiteti başlanğan dişi boldu ekan sizinki. Onunki Rusiya davam qilibsiz, Amerikada to'xtamay izlenibsiz. Mushu jarayonda Ruscha, Qozaqcha, Qirg'izcha, O'zbekcha, Xitoycha, İngilizcha 300 dan ortiq ilmiy maqola e'lon qilibsiz. Ondan boshqa Erkin Osiyo radiosi ishlash jarayonidami tarix munosabatli 1000 dan ortiq yozma yoki maqola e'lon qilibsiz. Hammadan muhimi bu John Hopkins Üniversitesi'ndeki bir tədqiqat quruluşuna qatnashib, Şinjan quruluşu nomli tədqiqat turi qatnashib, bu yerda Xitoyninki bu Musulmon chegarasi nomli bir asarni ro'yobga chiqaribsiz. Bu asar hem Amerikada hem Xitoyda zo'r o'g'il qo'zg'abdi. Amerikada qo'l qo'zg'ini ilmiy jihatdan zo'r o'g'il qo'zg'ash, ammo Xitoyda qo'zg'ini bo'lsa, ayiblash xarakterlik bo'ldi bu. Onun başka hemmeden bizi hoşlatmalı bir ahval, tədqiqat nəticənizdenki hayatınızın bir səmərisi, Uyğur umumi tarixi 12 tomluq. Bu institutumuzdaki bir şərbi oldu. İnstitutun tərəfi nəşr qılındı bu. Hazırlıqca 2 tom nəşr qılıb oldunuz. Qılındı. Yaxında çıxış aldı turatdı deb başla bir xəbər elvatımız. Məşu tədqiqat jarayonida bu məşu 2 əsərini qısqaça toxlub bəgəmizin blokmu. Bu Şinjan quruluş namlı tədqiqat turumuzdanki aldı keyin to'g'risida so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Albatta boyadan siz deganingizda mening shu tunji tarix maqolamni qachon yozgan deman deb ba'zi chog'da o'zimga savol qo'ymanchi haliqa. Men shundan boshlay, haliqa oldidan tarix haqida bir maqola yozishdan boshlab. Tadqiqot. Dastlabda she'rni yozganman, haliqa. She'r yozatdim dastlabki vaqtlarda shu. Keyin men bu shoir bo'lmay deb o'zimga menda bir o'lcham qo'ydim. Xeyli shoirligim bor dedim dastlabda. Shoir bo'lmay dedim. Men eng yaxshi tarixchi bo'lay deb o'zimni bir taroziga solib baqqan shu vaqtlarda. 81dagi bu taroziga Millatlar institutiga borgandan keyin bu qadimgi Uyg'ur tili, qadimgi tarixlarimizga o'rganib kirishgandan keyinlar meningda bir xil jo'shqinlik bo'ldi shu vaqtning o'zida. Bo'lib
Şu vaqtning o'zida men tunji tarix maqolamni aşı ilhamım bilan 82 yili yozib ekanman. Bu 82 yili mush İskender Zulqarnayn deganni kichik vaqtimizda jiq anglaydik. İskender Zulqarnayn deb. Ashundaq. Şu vaqtida Xitoycha o'rganib, Xitoycha ba'zi O'rta Osiyo tarixiga oid materiallarni ko'rsam, u chaqda Uyg'ur tilida unday narsalar yo'q deyarlik endi. Yo'q desak bo'ldi. Qarasak bir maqolalar bor ekan, kitoblar. Shu kitobni o'qish jarayonida İskender Zulqarnayn, ya'ni Aleksandr Makedonskiy deydi o'rislar. Şununla ait materiallarni ko'rib, shunda İskender Zulqarnayn haqida tunji qadim uning O'rta Osiyoga kelishi, O'rta Osiyoni besishi, bizning vatanning chegarasiga kelishigacha bo'lgan oraliqdagi butun jarayonni nihoyat uzun bir parcha maqola qilib yozib, shuningla u maqolamni 81 yil yozdim, 82 yilda Şinjan Yoshlar deydigan jurnal bor, yoshlar jurnali. Ivatib bersam Şinjan Yoshlar e'lon qilgan. Shu mana birinchi mening tarix maqolamning chiqishi. Keyin yana boshqa maqolalar chiqdi. Anadan keyin shu vaqtning o'zida Millatlar institutininki o'qituvchilarning bir kutubxonasi bor. Shu yerga kirsam, shu kutubxonada kona mush 50-yillarda Xitoy hukumati tayyorlagan, to'plagan 3 viloyat inqilobiga oid bir tarixiy materiallar to'plami bor ekan. Hammasi hanzuchi qo'lyozma Xitoycha. Shuni u qo'lyozmalarni o'qidim. Oqsam, uningda mushu Ilg'on To'ram, shu vaqtdagi 3 viloyat Sharq Turkiston hukumati degan gaplar hammasi bor. Shu naq tarjima qilib ekan, uningdagi nurg'un uchurlar bor. U bir 8 tomliqdek asar. U hozir mening qo'limda bor. 8 to'plam Xitoycha, hammasi qo'lyozma shaklda. Shuningdek maqolalar to'plami Ahmedjon Qosimiy asarlari, shu vaqtdagi Sharq Turkistonning jurnallari chiqqan maqolalardan tanlanmalar, andan keyin 3 front urushlari qo'zg'alan Ahmedjonning so'zlari, Ilhom To'ramning so'zlari hammasining bor hanzucha tarjimasi. Bu 50-yilda Şinjan harbiy rayon tayyorlagan ashna bir narsa ekan bu endi. Shuni o'qib hanzuchada, shuningdan andan 3 viloyat bu dadam deb bergan hikoyalar haqidagi bilimimiz rasmiy oshdi. O'rganib men shu asosda 3 viloyat inqilobi haqida bir parcha cho'ng maqola yozgan. Tafsil qilib. Bu 83-yilda. U maqolam shu vaqtlarda 9 buloq chechaklar deydigan bir jurnal chiqqan, 3-4 banda chiqatdi. Uni dadam chiqaratdi. Yana bir qancha yil. Shu jurnalda e'lon qilib ekan. Shu vaqtda o'zim mening bilishimcha, mening bir tunji maqolalarim va boshqa maqolalar bor. O'qish bitirish maqolamni shu Xitoy degan atalg'i haqida yozgandim. O'qish bitirish maqolamni, oliy maktabni Xitoy atalg'isining kelib chiqishi haqida deb, ruslarning yozgan manbalari, Xitoycha klassik manbalar va boshqa manbalardan foydalanib, qadimgi qidallardan kelib chiqqanligi, qadimgi Uyg'ur tilidagi tekstlardan foydalanib, shuni Xitoy qadamning o'zgarish jarayonlari, shunga oid sistemli bir maqola bo'lgan tabii. 70-80 betlik maqola texil mukammal. Keyin ana oliy maktabda ishlash jarayonida Şinjan universitetida men davomli tadqiqot qilib bir qancha ilmiy maqolalarni yozdim, ba'zi jurnallarda chiqdi, e'lon qilindi. Ammo Moskvaga borgandan keyin Moskvada andin u rasmiy mukammal rasmiy bir akademik sistemalashgan bir tadqiqot davriga kirdik desak bo'ladi. U chaqda rasmiy metodologiya bo'yicha, ilmiy tadqiqot metodologiyasi bo'yicha biz tadqiqotga kirishdik. Har bir manba to'liq ko'rish, selishtirish, analiz qilish, har xil manbalarni ko'rish, bir temani yozmoqchi bo'lgan bo'lsak, shu temaga oid yozilgan butun tillardagi asarlarni izlab tepish oldimda. Ashlarning hammasini imkoniyat bo'yicha ko'rib bo'lgandan keyin selishtirib, ondan o'zimizning yakunimizni chiqarish. Shu manba bo'yicha eng muhimi shu tema bo'yicha originallikqa ega manbaning o'zini tepish birinchi qo'lda. Shunga o'xshash metodologiya, o'ttirda turish, hissiyotga tayanmaslik, yenik yakun chiqarmaslik degandek mandaq qiliq. Nurg'un usullar bor g'arbning o'lchami bo'yicha. Shu bo'yicha o'rgandik. Shuningki endi shu Moskvadagi bu tadqiqotim meningki rasmiy bir shakllanishimda rasmiy bir meni yetildi desam bo'ladi. Bu ilmiy, akademik saviyada. Chunki ularning doktorlik dissertatsiyasini yozib, doktorlik dissertatsiyasini ularni o'tkazib, eng oxirida ularning qabul qilib unvon berishi bak ta'sindi. Bu Sovet ittifoqining bo'lib Moskvaninki, ularning o'lchami bak qattiq ruslarninki.
o'zini Sovet ittifoqi degan dunyodagi ham Sovet ittifoqi fanlar akademiyasi shu vaqtdagi Sovet ittifoqining 15 jumuriyatining 15 fanlar akademiyasi bo'lgan bo'lsa, shuning ichidagi eng javeri markaziy yetakchisi. Uningga odatda har qaysi respublikaninki eng tanlangan odamlar berib o'qish imkoniyatiga erishadi. Odatda hammasi kirolmaydi ular. U yerda dissertatsiya qilish bilan boshqa respublikalarda yaqalashninki xili muomala jihatdan farq bo'ladi. Yuqori tuvan demaymiz. Saviya yerda o'xshash bo'lishi mumkin, lekin o'lcham muomalada farq bo'ladi. Ondan u Moskvadagi sharqshunoslik instituti hamda shu vaqtdagi dunyodagi va Rossiyadagi eng kona, eng kuchli bir olimlar yig'ilgan. Shu boronqi olimlarning hammasidek shu yerdan chiqqan, Malovli shu yerda ishlagan, hammasidek Oldenburg va boshqa. Arxeologlar hammasi bular nayt qattiq tutadi. Dissertatsiya qilgandimi 25 odam oldin nechis ko'rib, bağlab, birinchi qatimdan o'tkazib, o'tmay qolsa yana chekindirib sizni eng oxirida tanlab, ondan bo'ldi degandan keyin yaqlaysiz, yaqlashdim savol javoblar bo'lib, munozaralar oxirdan qabul qilgandan keyin bilet tashlaydi. Bilet kam bo'lib qolsa yana o'tanmaysiz. Shunday qilib, qitgan men 95-yil 3-oyninki 15-kuni o deymi yaqlagandim. Shu vaqtida 25 komitet a'zosidan 26 bilet chiqdi ekanda, shunga hammasi chaqchaq qildi, o'rislar o'ltirib keyinchi bu tadqiqotchilar. Biz 25 to'saq nimishki 26 bo'lib qoldi deb. Birisi chaqchaq qilib 26 bir biletni ortiq tashlab qo'yapti ekan o'zi bilan da. Uningdek samiz akademiklar Uyg'urlarning tarixini tadqiq qilgan, O'rta Osiyo tarixini tadqiq qilgan, masalan Litvinskiy deydi, Sharq Turkiston qadimgi va dastlabki o'rta asrlardagi Sharq Turkiston degan kitoblar, masalan, Mavo mening shu qo'limdagi Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье deydi. Qadimgi Sharq Turkiston qadimgi va dastlabki o'rta asrlarda degan. Mushunda kitobning 4 tom yozgan. Mush kitoblarni yozish qatnashgan, yozgan olimlar. Shular ko'pinchisi shu dissertatsiya qilishga qatnashgan odam. Mening ustozim Dmitriy Vasilyev degan kishi. Dmitriy Vasilyev hamda bu yil 1-oyda korona kesili sababidan tuyuqsiz vafot bo'ldi. U Rossiyaning dangliq turkologiya o'zi. Shu turk tarix tadqiqoti, turkologiya tadqiqot sohasidagi eng oldin qatordagi odamning biri, dunyoga tanilgan qadimgi turk yozma yodikorliklarining korpusi deb asarni yozib chiqqan. U Turkiyadan bek dangliq. U asarlar uchun Turkiya Atatürk mukofoti berilgan u kishiga. Turkiyadagi Osmon Fikri Sertiqaya, Ahmad Bijan Erjalason va boshqa dangliq turkologlarning hammasi nayt yuksak hurmat qildigan bir ustozimizdi. O'zimni nayt Uyg'urparast, Uyg'urga nayt cho'nqur esdoshlik qiladigan, Uyg'urga hurmat qiladigan, Uyg'ur tarixini nayt yuksak bir o'ringa qo'yadigan odam edi. Meni har zaman Uyg'ur bo'lganligimdan faxrlantiradi. Sen faxrlan deydi. Sen degan Uyg'ur degan turk xalqlarining ichidagi eng qadimiy, eng bilimli, eng yuksak madaniyat yaratgan bir xalq. Turk xalqining madaniyati deganda oldi bilan Uyg'ur xalqini ko'z oldimizga keltiramiz degan. Uyg'ur xalqidan atlab turk xalqining tarixini, turk xalqining madaniyat tarixini yozish mumkin emas deb. Ashunda tushundirib, ashunda ruhlantirdi. Shu kishi mening ustozim dedi. U kishi bilan oxirgacha yaxshi aloqamiz bo'lgan izchil. Uyg'urshunoslik xalqaro muhokama yig'inlarini Moskvada o'tkazdi, hamkorlashdik. Amerikada o'tkazdi. Shu kishi keldi, jiq hamkorlashib o'tgan oxiri. Mening necha parcha maqolalarimni Moskvaga chiqardi o'zi. Ashundaq odamdi. Qisqasi hamda musha olimlarningki ta'siri nihoyat kuchli bo'ldi bu shu vaqtning o'zida, ilmiy jihatda. Keyin mana musha mening hozirgi mush kitoblarimni yozishim, Uyg'ur umum tarixini amaliyotda haqiqiy yozishni boshlagan vaqtim shu Moskvadagi ana shu Sharqshunoslik institutida doktor aspirant bo'lib, shu dissertatsiyamni yozib tugatgan shu vaqtlarimdan boshlandi. Chunki bu asarlarimga shu vaqtda yozilgan tadqiqot asarlarim kirgatdi. Keyin shu doktorlik dissertatsiyalarim asosida keyin men 2 parcha kitob chiqargan 98-yilda. Birisi siyosiy Xitoy tarixshunosligida Uyg'urlarning siyosiy tarixi masalasi, yana birisi
Xitoy tarixshunosligida Uyg'urlarning etnogenezi masalasi degan mavzuda rus tilida nashr qilib chiqargan. Muşlarning hammasiga u kishi fikr yezib bergan kirish so'z Dmitriy Vasilyev. Shular hammasi amaliyotda mening shu 12 tomliq Uyg'ur umumiy tarixininki ichiga kirib ketdi. Albatta bu qo'lamdagi hozir buda chiqib bo'lgani 5-6 oy bo'ldi. Shu Uyg'ur umumiy tarixining Sharq Turkiston Jumhuriyatiga oid qismi 44-49 gacha. Buning o'zi 4 tom, 12 tom amaliyot 13 tomliq umumiy tarix meningki. Shuning ichidagi 4 tom shu Sharq Turkiston Jumhuriyati umumiy tarixi, bir tomi ondan shu 49dan 50-yillargacha 51gacha bo'lgan oraliqdagi bir tom. Bunun içinde hem onun terkibide yani devletçilik sistemisi var. Elbette kalan kısımları o 30. yıllardaki devrimiz tarihi, 20. yıllardaki ula ayrım tom. Yani kalanları andın 19. 18. eseri, 16. 15. eseri Seydiyeler devri, 3 devlet devrimiz. 3 devlet devri dediğine bizden Turpan Yedi Kutluğa, Karhanlar Sulalisi, Genci Uygur devleti, Kensu Uygur devleti. Bu bizden 3 devlet devri dep atadım ben bunu. Şu Karhanlar bunu. Ama Garip tarihçileri köpüncesi bu Karhanlarını arıvıtıdı Uygur tarihinden çok bu nelik. Türk diye ramkasında da. Türkiye tarihçileri şundak kılıdı alık. Dikim ben onu Uygur tarihinin 3 devlet devri dep atayım elbette. Ve onun kadimki devirler, şununla ayrım bekişlerler mesela. Demek muşlarning hemmisi muşning içi kirib ketgan. Muşu umum tarixning içi kirib ketgan shu qadimgi davrining qismi. Şuna meningki asosli tadqiqotim ilmiy metodikam shu chog'dan boshlandi. Endi men Amerikaga kelgandan keyin Amerikadami davomli men mush tadqiqot bilan shug'ullandim. Erkin Osiyo radiosida ishlagan 2001-yildan boshlab muxbir bo'lib, tahrir, bosh tahrir bo'lib, bosh muharrir bo'lib ishlayapman. Lekin nurg'un programmalarni ishladim, xabar bularni tafsilotlarni to'xtamay kundagidek ishlaydim. Ammo nurg'un tarixiy shaxslarni ziyorat qilib va boshqa tarixiy materiallar asosida nurg'un tarix programmalarini ishladim. Muhammad Emin Bug'roning Sharq Turkiston tarixini tunji qatam 40 qismli radio programmasi qilib ishladim. 2002-2003larda. Va undan boshqa Ziyo Samadiyning asarlarini nechiga bo'lib 10 qism, 20 qismli qilib tarixiy programma qilib ishladik. Va undan boshqa klassik asarlarning ko'pinchisini tanishtirdik shu 2006-yilgacha bo'lgan oraliqda. Undan keyin yana davomli tarix va bugun degan programma bor. Shu bo'yicha to'xtamay har hafta degidek bir mavzu bo'yicha programma berib keldim. Şuna üzəmdən 20 yıl bo'libdi. 20 yıllık tariximdə bu xəbər, təfsilat, bu söhbət, umumi jurnalistik bulardan başqa ularni hesablasam sani bək çıxdı. Bəlkə 10 min parçadan eşib ketişi mümkün o əmgəklərinin əmmisi. Lekin amma şu faqatlam tarix ait işləyən proqramlarım hər xil mavzu Uyğur tarixi, O'rta Osiyo tarixi, Rusiya, şu Türkiye xalqlar bu ağanda şu 1000 parçadan artıq ekan-da, men hisoblab baxsam. 1000 parçadan artıq narsa ekan. Bu albatta bu radio programma shaklida berilgan bu. İlk tadqiqot shaklida emas. Uning metodikasi ayrim, usuli ayrim. Evet. Metodi berdiganimiz bu xabar tarixning xabarlashgan shakli. Nisbeten amibab şekilde. Amibab shaklida bu mundaq bo'layotdi deb qisqartib mundaq bo'lgan, undaq bo'lgan. Falan tarixçi unda dedi, falan tarixçi bunda yekunledi degandek şekil bilan to'g'ri, faktliq, aniq, yil, oy, kun, durust, hamma narsa ilmiy bo'lish kerak albatta u. Bu texnik qattiq o'lcham qo'llanamiz buningda, shu shaklda qilamiz. Ammo qolgan vaqtlarning hammasi uyda men shanba kunlari kunda ishda yinib kelib, oqshom soat 12gacha o'tirmaydi birlargacha men. Qolgani va o'zimning mush yiziqchilik tadqiqotim bilan shug'ullanaman. Bu jarayon nurg'un maqolalar chiqdi, boshqa asarlar chiqdi. Uyghur o'qishlig'i deydigan bir kitabım chiqdi 2007-yili. Amerikada va inglizcha. Undan boshqa yana shu Xinjiang qurilish deganga qatnashdim nimada. Qatnashib Xinjiang qurilishiga qatnashgandan keyin men uningda maxsus tadqiqot bilan shug'ullanib, uningda 17 tadqiqotchidik biz, 17 odam, jami 18 odam. Hammamiz şu ayrım mavzuni aldık. Bu Johns Hopkins Üniversitesi'nin O'rta Osiyo Kavkaz instituti 2001-yili belgilab ekan buni. 2002-yilda. Yo'q, 2001-yil, 2000-yilda ekan, 2000-yilning oxirisida
O meni shu vaqtdagi Justin Rodilson deydigan dаңlıq Uyg'urshunos var. Shu taklif qildi. Men kelib ko'rishib, suhbatlashgandan keyin shuni qabul qildi. Shu vaqtda men ingliz o'rganib Amerikada boshlagan vaqtim bir yildek. Kelib uning qatnashdim. Qatnashib shuning ichida buningda dаңlıq Amerikaning tarixchilarining, siyosatchilarining hammasi bor Uyg'urlarga oid. Joe Gladney deymiz, James Millward, Sean Roberts va uningdan boshqa Jonathan Lippman va Jay Dowcher deganlarning hammasi bor. Justin Rodilson. Shularni o'z doiramiz bo'yicha bo'lishdik. Men shuning ichida shu 20-asr tarix qismini men oldim zimmamga. Shuning bilan uni James Millward bilan professor bo'lishib yozdik. Men yozib bitgandan keyin men 20-asrning birinchi yarmi tarixi 50-yillargacha bo'lgan qismi. Professor Millward 19-asr qismini yozdi. Ondan 70-yillardagi qismini keyin uni birlashtirib, uni bir bob qildik. Ondan men tarixiy nuqtai nazarlar ko'z qarashi to'qinishi deydigan bir bob bor. Xitoy tarixchilari va Uyg'ur tarixchilari orasidagi to'qinish, ko'z qarash, nuqtai nazar, o'xshamaslik masalasi. U bo'yicha bir chapter yozdim, bob. Uni men Gardner Bowingdonga berdim, professor Bowingdon bilan birlikda biz uni qildik. Shuning bilan u asosli qismini yozdi, men ma'lum qismini yozdim. U ko'proq yozib ekan. Uni ikkisini birlashtirib, shu ikkimizning nomida bo'ldi bir bob. Shunda bo'lganda bu kitob eng oxirida bu Xinjiang qurilish degan tadqiqot bitib 2005-yilda bo'lgan. 3 qatimdek yig'in ochdik biz, muhokama yig'ini. Oxirida kitob bo'lib rasmiy chiqdi. Xinjiang Xitoyning musulmonlar chegarasi degan mavzuda. Shuning ichidagi 2 bob endi haqiqatda meningki qalamim bor. Mening ismim bor 2 bob. Bu kitob ham boyabın siz dediniz. Xitoyning g'ulg'uli qo'zg'adi dedi. Amerikada shu eng cho'ng dastlabki tadqiqotlar g'arb dunyosida. Hozirgacha tadqiqotlar da ash kitob yana qo'llanilyotdi. Muhim bir tadqiqot endi bu asar. Undan boshqa yana men 2005da G'arb Sharq tadqiqot markazi deydigan dаңlıq bir markaz var Amerikada, Washingtonda, ham Havayda uning markazi. Ularning tadqiqot guruhi qatnashib, men shu Uyg'ur millatchiligi haqida bir mavzu oldim. 3 qatim muhokama yig'inida bo'ldik. Havayda maxsus muhokama qildik. Uni bitirdim. Uning o'zimning kuchimni ko'rsatdim. Va undan boshqa nurg'unlagan shu Amerikada o'tkazilgan ilmiy muhokama yig'inlarida Markaziy Yevroziya jamiyatining yig'ini va boshqa yig'inlarda Indiana universiteti, George Washington universiteti qatorliqlarnikida qatnashib dokladlarni berdim shu ashunda. Amerikada ham texnik taraqqiy qilish, texnik kuchayishga qarab yangi bu yerning bularning metodikalarini o'rgandik. İngilizceni o'rgandik. Shuning bilan manbalarni men inglizcha, ruscha, xitoycha manbalar, tarix, uyg'urcha va boshqa tillardagi manbalarni teng birlashtirib yozadigan har xil mandaq bir imkoniyatlar bo'ldi. Shu. Boshqa maqolalarni e'lon qildik Amerikada. Uyg'ur umum tarixi haqida atrofliq 2-3 qatim suhbat o'tkazgan bo'ldik. Bu to'g'risida tafsiliy ma'lumotlarni berdingiz. Uyg'ur umum tarixi shu 13 tom dediniz. 13 tomni qilib bo'lgandan keyin balkim boshqa bir sahaga yuzlashishni o'ylashyapmisiz yoki mushu texim cho'nqurlab mukammal shaklga etkilishni o'ylashyapmisiz? Endi hozir shu Xudoyim bir 13 tomni shu bu yilgacha, kelar yilning 5-gacha, kelar yillargacha chiqarib olsam nashrdan. Bu nashrdan chiqarib har bir imlolarimni tekshirish ishimni o'zim qilgandan keyin buni aralashishlarni yezilib bo'lgan narsa. Onun bir vaqt ketib tekshirib qilishga cho'g'ri. Ko'p ishlar o'zim yolg'iz qilayotgandan keyin bu ishlarning hammasini sal vaqt ketilib, bularni qilib bo'lgandan keyin mening qo'limda hozir yana yezib qo'ygan boshqa kitoblar bor. U Uyg'ur umumiy tarix emas u. U ayrim tarmoqlar. Kitoblarni hozir ismini bir-birlab atamay, ajassiz atsammo bo'ladi albatta. Masalan, bir kitobga ayrim mavzu o besib qo'yuqliq, o deb chiqamadi, ma'ni chiqargandan keyin uni chiqarma. Bu aloqa Sovet Xitoy munosabatlarida Uyg'ur tarixi va ideologiya to'qinish degan. Bu ikki davlatningki tarixshunoslik sohasida Uyg'ur tarixini qandaq bir-biriga qarshi tarixni qurol qildi. Shu tarixdan qanday foydalandi? Asari. Masalan, 60-yillarda Xitoylar mavzudan Sovet ittifoqi munosabat buzilgan chog'da
Rusya, Sovetlar bizningki 1,5 milyon kvadrat kilometr ziminimizni besib olgan. Rusya eng koni tajovuzchi deb atagan. Shundan keyin ruslarni tajovuzchilik tarixini yozishga boshladi. Oqidan andin Xrushov Sovetlarmi Xitoyni eng chong tajovuzchisi Sharq Turkistonni besib olgan, Mong'oliyani besib olgan deb ular ayblab bu temini bekitdi. Bu tarixshunoslik ta'sir qildi. Shuning bilan ikki tarafning tarixshunoslari orasida bir-birini ayblash bilan birlikda Uyg'ur tarix tadqiqoti tang kuchayib mangdichu paralel. Hammasi o'zining ba'zi bir ideologiyalik nuqtalarini kirgizdi buning ichiga to'qinishga. Laqamanda. Men ham shu nuqtalarning hammini selishtirib yoritaman. U bir tadqiqot shakllik ayrim bir monografik asar endi bu. Shunda. Va ulardan boshqa asarlar bor. Uni keyin desak bo'ladi. Shularni bir-birlab ayrim kitobchilar qilib chiqarmoqchi ularni. 200 necha bet, 300 betga yaqin kitob. Ularni bir-birlab chiqarsak, maqola to'plamlarim bor, yana nayt ko'p. Qadim Uyg'ur tarixiga oid, yaqin zamon tarixiga oid ayrim maqolalar bor, to'plamlar. O to'plamlarimni chiqarishim mumkin. O 5-6 to'plam bo'lishi mumkin. Ularni chiqaraman planimda. Ammo oldindan mening hozir ko'z oldimdagi oldim qo'ygan vazifam o'sha Uyg'ur umum tarixini mukammal bir nashrdan chiqarib xalqning qo'liga taqitish oldimda. Albatta buni turkchaga tarjima qilish ishlari bor, inglizchaga tarjima qilish ishlari bor buni. Hem İngilizce yazıp koygan yana bir Uyg'ur tarixiga oid bir dona ingliz kitobim bor, 400 necha betlik. O kitap yazılıp koygan, hem onu bir tahrirlash kerak. Onu bir tahrirlasak, onu bir İngilizce Amerikada ayrim kitap qilib chiqarish mumkin. Bu ishlar bor. Ammo mening hozir ko'z oldimdagi mushu 1 yil, 2 yillik oldimga qo'ygan vazifam mushu Uyg'ur umumiy tarixini chiqarish. Allohning yordami bilan mush ishni muvaffaqiyatlik xalqimizga taqdim qilsak, menimcha birinchi ishim mushu deb. Bu hayatınızı qarsak sizin hayatınız hakikaten ait mol usulluk ötüptü. Nurgun maddi maneviyetin, nurgun emgeklerini zihinlen serpipsiz. Aşu emgeklerinin neticelerini birbirlep hem siz kürvatısız hem bütün Uygur halkı bununki neticelerini kürvatıdı. Muşu jarayanda aşı neticeleringizge tuş yok ya ki. Ma'lum bir itibar demeydi de. Muayeleçilik erişemegen vaqtınızda boldular. Bu tarix kesibide vaz geçer yoki tadqiqotlash bo'lolmaydi degan bunday bir o'kinish bo'ldimi sizda? Yo'q, men hech qachon bo'lmadi. Men orqamdan qilingan g'avatlarni angladim. Hamma yerda. Men kulib qo'ydim ularga. Har xil ba'zi yozgan yozmalarga qarab ba berganlar bo'ldi, har xil ismlar bilan qo'yib boqdi, tanqid qilib boqdi. Yoki bo'lmasa deb boqdaylik. Bunda chiqqancha bularning hammasi odatdagi gaplar. Men u garchi odamga biroz ta'sir qilsa-mu, nima ish bunday deb men ularni o'zimga bir yo'limdan, tanlagan yo'limdan yondiradigan ish bo'lmadi, albatta. Albatta nurg'un besimlar bo'ldi, turmush besim bor, oilada ishlash kerak, 8 soat to'liq ishlash kerak, jafoliq xizmatimiz bor. Uningdan mukammal uddasidan chiqishimiz kerak. Qolgan vaqtlarning hammasini qilish kerak. Bolalarimizni beqishimiz kerak, turmushimizni qamdashimiz kerak. Kunda harakat qilishimiz kerak. Amerikaga kelgan dastlabki vaqtlarda biz turmush kechirish uchun jafoliqmish o'zimizning yo'limizni tepish uchun bir yoqdan tomoqlarni to'shib, oshxonalarda ishlab, yugurib, u pullarni tepib, inglizcha maktablarga berib, anondan keyin yana ishlab, anondan keyin shundoq yo'llarni qildik. Tinim topmadik. Bunday qilgan chaqda hech qachon o'zimning orzuyim, g'oyamdan undan voz kechgan emas. U chunki biz o'zimizni mushu yo'lga otadik. Chunki o'zi odam har bir insonning o'zining bir hayot bir oldiga qo'ygan bir programmasi bo'lishi kerak. Nishoni bo'lishi kerak, maqsadi bo'lishi kerak. Biz cho'qim mushu o'zimning bir maqsadim deb qarag'ashqa e'tibor beram deb emasdi. Uning bilan men hech qachon hisoblashmadim. Ammo ishondimki, mening qilgan ishim cho'qim xalqimiz bir millat. Çünkü bu milletga bag'ishlanganligi uchun bu emgak uning tarixiga cho'qim xalqimiz buning qadrini biladi degan bir ideyada bo'lganligim uchun men anchalik nima qilib ketmadim. Xalqimiz qadrini qildi. Shu albatta. Chunki bu bizning hayotlik xushalligimiz, ya'ni biz hayotımızın ma'nosi. Hayotning ma'nosi. Ba'zilar usul o'ynab qo'shal bo'lishi mumkin, ba'zilar naqsh aytib qo'shal bo'lishi mumkin, ba'zilar chaqchaq qilib kulib qo'shal bo'lishi mumkin.
Ba'zida yana boshqa ishlarga qo'shal bo'lishi mumkin. Bizmi xalqlarga o'xshash ashunda xo'sh bo'lamiz, tang kulimiz, tang chaqchaq qilamiz, lekin bizning haqiqiy qo'shalligimiz mana shu kitob. Sharq Turkiston Cumhuriyeti tarixi, Uyg'ur umumiy tarixi mana bizning haqiqiy qo'shalligimiz. Men shunday o'ylayman. Bu ictimai fənlərdən siyasət oxuğalı, siyasət ilmini oxuğalı normalda biz siyasi nöqtə nəzər iyi buldu. Əslində ədəbiyyat oxuğalı şundan nöqtə nəzər iyi buldu. Psixologiya deyimiz, cəmiyyətşünaslıq deyimiz, aştaqlar şunu oxuğalığa bir nöqtə nəzər anğı iyi qılıcı. Siz bu tarixini həyatınızı bəxşişləən bir tədqiqatçı bolsunuz bir qısqaça tarixi nöqtə nəzər haqqında sözləb berən bolsunuz. Tarixninki mesela qandaq nöqtə nəzər nöqtəsindən deb qaraysiz? Məsələn bir hadis deyil, biz Şərq Türkistan müstəmləkəsində qaldı. O hazırki vəziyyət şundamı? Bundaqda normal bir Şərq Türkistan fuqarası yoki bir əzaz bizdən aşı müstəmləkə əhvalığa tarix nöqtəsində qandaq qaraymiz? Albatta, bu nəhayət umum bir sual oldu, həm də umumlaşdırıb. Bunun aniqli bir nöqtədən cavab veriş biraz vaqt nimisi bilan tarlıq qılıb. Albatta, həm də Uyğur xalqımızın, özümüzün tariximizdən elib aytqan çağda bu nəhayət uzun bir tarix, nəhayət uzun davamlaşqan neçə min yıllıq tarixi musafirliğini başdan keçirib bugünkü gündəki Uyğur milleti olub bugünkü dəvrə yetib gəldik də biz sağ salamat. Həm də bunun keyinki mevcutluk meselesi var bizde. Biz ilgirki tarihi musafirlerimizden nurgun boran çapkıllarını baştan geçiyorduk. Nurgun hallıklarını kurduk, müstakil devletlerini kurduk, hakimiyetlerini kurduk. Hem başkalarının hükümranlığı aslımızı çüçüp kalgan devrim oldu. Çüçüp kaldık. Yanı kutulduk, yanı düştük. Keyinki şu 100 neçə yıl içinde, 200 yılga yakın bu Manchu imperiyasının koluğa keyinki bu Xitay militaristleri ahırki hesapta bu Xitay Kompartiyasınınki, Xitayның hakimiyetininki hükümranlığı uçuştuk. Şu devirlerinin hemmisi de okşaşlı kutuluş oldu. İzçillan bir qatam məhkumluq bilan da davamlaşqanımız yok. Şu məhkumluq, şu hükümranlıqlardan kutuluş devrimiz oldu. Xallisi 19-cu əsrdə Manchular besib alğan degan Manchu Çin imperiyası. Şunu ağdırıb, şunçilik qudretlik imperiya şu vaxtın özüdə. Axırı şu vaxtın özüdə hakimiyetler kuruldu. İl Sultanlığı, Cənubda bu 7 şəhər Uyğur devleti, Qashqariya, Yaqub Bəginin başçılığıdakı, ta ki Ürümçi, Şimalğıcı, Qumluğucu bolğan joylargacha yetib bardı, kengaygan bütün Şərq Türkistan asasy jihatdan şu kontrolligida boldu. Dünyanın imperialları bilan diplomatik aloqalarni o'rnatdi, e'tirof qilishlarga erishdi. Savdo munosabatlarini o'rnatdi. Oxirida hamda yana shu ishg'oliyatga duch keldik. İşgal kılındık. Keyinki vaqtlarda 30 yıllarda birinci qatim Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruldu. Şərq Türkistan Milli Azadlık İnqilabı Partiyası xalq umumyüzlü qo'zg'alib o'zining hakimiyetini kurdu Uyg'urlar va boshqa qarindoshlar bilan birlikda. Ya'ni 1878'den başlap 1884'ten başlagan çağda 50 yılgacha hesapta bütün Uyg'ur xalqi 50 yıl o'tdi, baribir qo'zg'aldi yana da haliqi. Bunun yana hükümranlık unchalik mükemmel bo'lmadi. Qurib yana paçaqlab taşıldı. Yani qaytadan tashqi kuchlarning yardım bilan Sovet İttifaqınınki Şingsayning yana Xitoy militarisining hakimiyeti tiklangan bo'lsin, Gomindan hakimiyeti tiklangan bo'lsin, lekin oxirgi hisobda baribir yana ona yana ag'dirib tashildi. Yani 44'te Şərq Türkistan Cumhuriyeti kurulup müstakil devlet, oxirgacha 49gacha Xitoy kommunistlar bu joyni ishg'ol qilguvchi bo'lganlikda yana mavjud bo'lib turdi. O'zimizning hakimiyetimizni qurdik. Bunda chiqqan chog'da Uyg'urlarning yaqinqi 200 necha yillik 2 asrdan ortiq vaqt uning oldingi davrini qo'yib turdi. Davr mana shu kurash davrida to'xtab qolmadi. Hamda hozirgi davrga kelgan chog'da hozirgi kunimiz shu tariximizdagi eng ig'ir bir bosqichi hozirgi davrimiz bo'ldi. Çünkü milyonlagan Uyg'urlarni lagerga solib o'tish, ularni tilimizni maktablardan cheklash, boshlang'ich o'rta maktablarda o'z tilimizda o'qiy olmaydigan oliy maktab bir yerga yo'qlik qilindi Uyg'ur tilida. Bundaq holat kelish, dinimizga erkin e'tiqod qilolmaslik, o'z turmush urf-odatlarimizga erkin rioya qilolmaslik, öz milliy tariximizga ega chiqolmaslik, öz milliy tariximizni so'zlayolmaslik, tariximizdan faxrlanmaslik,
öz tariximizdagi qahramonlarimizdan faxrlanmaslik, tariximizdagi xoin munofiqlarimizni tillayanmaslik, ya'ni xalqning ruhiy jihatdan shundoq qilib mahkumlikqa yo'liqdi-da hozir. Bu dunyo e'tirof qilgan masala. Meningla masalam emas, dunyo tarafidan hozir birdek tonilgan masala. Dunyoda tunji qatim irqiy qirg'inchilik degan atalg'i ishlatildi. Uyg'urlar duch kelgan bugungi vaziyatga. Hargiz bu gap yenilik bo'lib chiqmagan bo'ladi. Bu nuqtadan qaraganda bizning bugungi kunda mushu davr tarixini o'rganishimiz, tadqiq qilishimiz, o'zimizning 44-49 dagi jumhuriyatlarimizni tadqiq qilib, shunchalik mukammal bir davlat qurolganligimizni bo'lib bo'lmish oxirgi qatimda jumhuriyat dunyoning eng ilg'or jumhuriyatchilik, davlatchilik qoidalariga uyg'un bir shaklda qurib qila olganligimizning o'zi bizning yana kelajagimizning borlig'ini ko'rsatib beradi. Ya'ni kurashning tugamaganligini ko'rsatib beradi. Lekin eng ig'ir, eng xatarlik bir bosqichga keldi hozir. Xitoyning vaziyatini elib aytganda, uning taraqqiyotini elib aytganda, uning bizning vatan Uyg'urlar vataniga bo'lgan, Uyg'urlar diyoriga bo'lgan kontrollik tarixiga qaraganda hozir ig'ir bir vaziyatga. Bu nuqtadan olgan chog'da tarix yana intayin Uyg'urlarga foydali. Ya'ni tarixiy nuqtadan olganda o'zlarininki yaqinqi tarixini yana xalqaro siyosiy nuqtadan da'vo qilish huquqi bo'ladi, masalan. 49-yilgacha besilingan tarixini. Shundami? Shunga men o'ylayman, hamda tarixiy nuqtai nazarlar birisi ham shu xalqning o'zining milliy kimligini bundan keyin saqlab qolishga foydali bo'lsa, ikkinchisi xalqaro nuqtadanmi dunyoda bu millatning o'zining bir ayrim tarixi bor, milliy tarixi bor, o'zining davlatchilik an'anasi bor, siyosiy tarixi bor, madaniyat tarixi bor, bir sistemlik tili bor, mukammal adabiyot tarixi bor bir xalq ekanligini dunyoga ko'rsatishdi madaniyat. Muhim bir rol o'ynaydi. Dunyoga bildirish. Chunki shundoq bir salohiyat xalqda bizlarga ayrim bir yashash, o'ziga o'zi ega bo'lib yashashga tamoman salohiyatlik bir xalq biz bilan. Buni ash tarixlar orqali yani ko'rsatish mumkin. Bu xulosa shaklida vaqtni berib qo'ydi. Programmalar vaqtni to'shaq qilay deb qoldi. Sizinki hayotingizni so'raganda bugun biz amaliyotda yaqin zaman Uyg'ur tarixini Ondan başqa tarix mitologiyasını, tarixi nöqteyi nəzərindən qandaq bo'lganligini, tarixi tədqiqatının qandaq bo'lganligini, qısqası bir tədqiqatçının qandaq bo'lganligini, hammadan mühimi bir nəticə yaratgan insonniki qandaq bo'lganligini tarixga qarab chiqdik. Sizin hayatınızı ko'rgan holda. Yani yig'inchoqlab ilqa vaqtida sizning hozirgi bunday natija yaratgan Nebijan Tursun efendimninki mushu saviyaga kelishida nurg'un tarixiy o'tmish jarayonlari bor. Sizin to'g'ri yaxshi tushunish uchun biz amaliyotda sizning o'tmishingizni qarasak sizinki hozirgi seviyeге kelishingizini yaxshi bilalaymiz. Shunga sizning hayotingizga asosan biz hozir umum bir tarix haqida nisbatan ma'lum tushunchaga ega bo'ldik. Shaxsan men tushunchaga ega bo'ldim. Buna o'ylanki siz oxirida qimmatli ko'rilmas deydigan bir tavsiyangiz bo'lsa, uni deb bo'lgandan keyin programmani tugatsak bo'ldi. Rahmat. Mening hamda boshqa tavsiyalarim yo'q. Albatta tavsiya nima degan chog'da xalqimiz Uyg'urlar mayli vatan ichida bo'lsin, mayli vatanning sirtida bo'lsin, chet elda bo'lsin, hammamiz tariximizni o'rganaylik. Mening shu fikrim shu. Aniq bir fikrim shuki, agar biz Uyg'ur bo'lsak, agar millatimizni Uyg'ur deb atasak, millat tarkibimizni aniq. O'zimizning, oilamizning, ota-onamizning kim ekanligini qandaq bilgan bo'lsak, o'zimizning tariximizni shundoq bilaylik. Agar biz o'zimizning tariximizni bilmasak, u deganlik tadqiqotchi bo'l deganlik emas. U deganlik sen kecha kunduz menga o'xshash soat 12 keldi, kecha kunduz uxlamay tarix o'qib o'ta degan gap emas. Sen aqalli o'qib, o'rgan, bil, o'z tarixingni bil. Shuning hech bo'lmaganda ma'lum tushunchaga ega bo'l demoqchiman. Demak, xalqimiz biz Uyg'ur millati bo'lish sifatimiz bilan bizga hech qanday bir davlatda, chet elda maxsus Uyg'ur tarixi deydigan bir darslik yo'q maktablarda, hech qanday yerda. Shundaymi? Shunday. O Uyg'urning o'zining ona vatanidami yo'q bu narsa mumkin emas. Bunday sharoitda har bir oila shu bir maktab. Shu oildagi bir dona Uyg'ur tarixiga oid kitob yozilgan, yaxshi yozilgan kitob shu oildagi Uyg'ur tarixiga oid darslik deb qarayman. Shunga har qanday bir ota-onaning majburiyati meningcha Uyg'ur tilini o'rgatish bilan birlikda chet elda cho'qim o'zining tarixini bolalarga o'rgatish kerak. Eng aqlli so'zlab berish kerak. Uning uchun
ata-ana çoxum öz oxuş kerak. Bekar vaqtlarida azroq o'qisin bo'pti. Shundaymi? Şundaq. O'zirib ko'rasan-go, hech bo'lmaganda. Ba'zi komediyalarni ko'rib kulasan-go. Ba'zi naqshi musiqani anglaysan-go ichib qo'yib. Shundaymi? Onun bir azrağını, bir yarım saatini tarix o'qishga chiqargin o'zingning millatingdan. Menimcha bo'ldi-ku deyman. Qanday o'ylaysiz? Bo'ldi. Rahmat. Mig'izliq obdan deb berdingiz. Bilsa, bizning tarixini o'zi bilsa, bolalarga bildirsa, menimcha bu nihoyat yaxshi ish. Menimcha buning ahamiyatini har qanday Uyg'ur biladi deb qarayman. Chunki bu dunyodagi hamma millatlarda, hamma ilg'or xalqlarda bor bir an'ana. Masalan, siz Turkiyada yashaysiz. Turkiyada har qanday bir turk bolasi, turk o'zining turk degan xalqning tarixini yaxshi biladi hammasi. Şu vallahi devirden tatip o'zining shu oxirgi davrigacha bo'lgan tarixini hammasi biladi. Ayni vaqtda anglaydik. 80-yillarda, 90-yillarda Turkiyaga borgan Uyg'urlardan shu turklar sen kim desa Uyg'ur desa, voy deb oldi bilan Uyg'ur deb, o Uyg'ur imperiyasi ko'k turklar davrining gapini qilib berdi ekanda har qanday. Shundaqmi deyman? O'qigan turklarcha deydi. Uyg'urlikni u ko'rgan tunja chiroyidagi Uyg'urdan emas, uning dasli kitobidan bilib bo'lganda Uyg'urni. Albatta. Hozir u hamma Uyg'urni bildi deymiz asosiyatda, lekin bu tarix. Demak, har qanday davlat shu, har qanday davlatning programmasida tarix o'rgatadi bolalarga. Maqsad ashuni bilsin. Shu biz endi tarix bilaylik deyman. Mening tavsiyalarim shu endi. Qolgan tavsiyalarni albatta har bir odam o'zi tavsiya qilish kerak albatta. Shu. Ez ko'rmanlar, iz qoldirayotgan programmamizning bugungi qimmatli mehmoni bo'lsa, tarixshunos, adib, jurnalist Nebijan Tursun efendim idi. Nebijan Tursun efendim sizga ko'p rahmat. Ko'p rahmat sizga Adil efendim. Rahmat.